Assalomuga jamlayman ko'ngil sevgimni, bosh egiman xalqimga bildirib hurmat. Xizmatiga tayyorman kecha ham kunduz, didoriga qonmayman ko'rsammi mag'rat. Assalomu alaykum hurmatli, izzatli, qadrli va qimmatli qari ko'z otalar, akalar, qarindoshlar. Bugun Olmaota shaharlik Uyg'ur yigitboshlari yenidagi Olmaota mashribining uyushtirishi bilan Olmaota shahri Avazov nahiyalik Uyg'ur etno madaniyat markazi va Parvoz ijrochilar birlashmasining qo'llab-quvvatlashi bilan o'tkaziladigan mashrab musobaqasiga xush kelibsizlar. Har qaysinglar bilan yuz ko'rishganligimizdan nihoyatda xushalmiz. Qadamlaringizga bir yaxshi. Ajarib mayrablarning arpizda bo'layotgan bugungi musobaqa nihoyatda qizg'in o'tadi deb ishonamiz. Barchalarni kirib kelgan Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklab, oilangizga xotirjamlik, teningizga salomatlik, ishlaringizning qutuqliq, natijalik bo'lishini, kelajakka bo'lgan umidlaringizning oqillashini chin yurakdan tilagan bo'lamiz. Endi mashrab to'g'riliq qisqacha ixchamlangan dokladni o'qib chiqishga sizlardan ruxsat so'raymiz. Uyg'ur Mashribi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining jiddiy qo'g'diladigan g'ayri-moddiy madaniyat merosi tizimligiga kirgizildi. Nayrobida ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Pan madaniyat tashkili g'ayri-moddiy madaniyatlarni qo'g'dash komitetining 2010-yil 15 noyabr kuni tasdiqlashi bilan Uyg'urlarning milliy muzika va usulliq yig'ilishi bu tizimlikka kirgizildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining jiddiy qo'g'diladigan g'ayri-moddiy madaniyat merosi tizimligiga buningdan ilgari Uyg'ur 12 muqami elingan edi. Mashrab bu tizimlikka kirgan ikkinchi Uyg'ur madaniy yodikorligi bo'lib hisoblanadi. Mashrabning Uyg'urlar orasida qachondan beri o'yinib kelganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ba'zi manbalarga qaraganda u milodining 5-6 asrlardan buyon o'yinib kelinayotgan ko'rinadi. Qizil Ming uydiki, Turpan bezeklik Ming uydiki ve Puchaq Qumtar Ming uydiki tamlagı sızılgan resimlerini nazarda tutqanda, uluq alimimiz Mahmud Qashqariyning Türkiy tillar divani əsərdəki qoşaqlarının məzmuniga qaraganda, Uyg'urlarning orasida ular Budda diniga e'tiqod qilib yurgan davrlardanla ayol bo'lib naqsh etib, saz chelib, usulga tushadigan, ko'ngil ochadigan o'ltirish mashrablarning o'yinib kelganligini bilishga bo'ladi. Uyg'ur diyoriga islom dini tarilib, uning kuchi kengaygan sari mashrab nurg'unlagan o'zgarishlarga uchraydi. Shu vaqtlarda erlar ayollar ayrim o'ynaydigan bo'ldi. Har joylardagi xalqning turmush sharoitiga, yerlik alohidligiga bo'la mashrablarning rasm qoidalari o'zgarib shakllanishga boshlaydi. Xalq ichida balangni maktabga bergin, balangni avval maktabga ber, ondan mashrabga ber degan ibora hikmat paydo bo'ladi. Maktab inson bolasiga bilim berib, dilini yo'ritsa, mashrab adab axloqqa, rasm qoidalik bo'lishga da'vat qiladi. Mana shundaq ajdodlarimizdan boshlab o'ynab kelayotgan bugungi mashrab joy-joylarda shakllanib, 30 o'g'il mashrablar tashkil qilindi. Mana bugungi kunlikda bu uyushtirib o'tirgan mashrabning asosiy ma'nosi shularning orasidagi o'zaro musobaqani o'tkazgach, bir-biriga bo'lgan do'stlik mehrini kuchaytirib, inoqlikni texmo chingaytiradigan ahamiyati bor deb hisoblaymiz. Undaq bo'lsa, hurmatli o'tirgan barchalarning oldinglarda mashrabga qatnashquchi mashrab akillarni sizlar bilan tanishtirib chiqishga ruxsat qiling. Birinchi Navruzbay nahiyasi Qalqaman 30 o'g'il mashrabi qani. O'rninglardan turib qo'ygan bo'lsanglar, qatnashquchi 30 o'g'il sizlarning qizg'in chavaklaringlar bilan. Ikkinchi qatnashquchilar Çinak regioni Çelak 30 o'g'il mashrabi qani. Chavaklaringlar bo'lsin.
Üçüncü komandamız Alatav nahiyesi Alatav 30 oğlu. Dördüncü komanda Bostandık nahiyesi Bostan Meşribi. Çavaklarlamasın. Beşinci komanda Turksip nahiyesi Sultan Korgan 30 oğul Meşribi. Altıncı komandamız Almalı nahiyesi Dihan 30 oğlu. Vay bırakallah bir çavaklardan. Yedinci komandamız Avezov nahiyesi Dostluk 30 oğul Meşribi. Bugün her kaysanlarının katışıp otagan komandalarga ak yol tilaymiz. Bugün meşrep davamida meşrede köplügen sınaqlar sizlerni kütüp turdu. Şu sınaqlardan sürünmey ötüp, meşredeki koyulgan savollarga to'g'ri naq ixcham javob berishinglarni umid qilamiz. Shuning bilan birlikda belgili reglamentlarni bu yerda yezib qo'ygan. Misolga buning turlarini hozir men aytib o'taman. Shu turlarga minutlarigacha yezilib ketgan. Endi men juri a'zolarini sizlarning diqqatingizga tanishtirib o'tgan bo'lsam, Sabırcan Gapparov bir çavakşep koygamsanglar. Cumhuriyetlik jigit başları meşrebinin begi, Almatı şehirlik Aksakallar Kengişinin reisi, körneklik çakçakçı, külki mahiri Sabırcan Gapparov. Kazılar, bugünkü bana şu kazılarınki azalarının bana nöbette şair, yazgıcı, jurnalist, acayip akıllarımızdan Abliz Hizm bir çavakşep koygamsanglar bana. Nayetli dağılak akıllarımız bugün törümüzde hürmetlik erindaşlar. Üçüncü, bana köplegen ıslahlarını köygen, köplegen meşreplerinin bişidi boğan meşrepligi Azat Musayev bir çavakşep koygamı sağlam bana. Beş kadem merpetçi, sennetkar, halkımızga keng tonulgan Sadıkcan Yunus'u hürmetlik erindaşlar. Beşinci bulup tarih fenlerinin doktori Ablahat Kamalov bir çavakşep koygamı. Altıncı bulup hürmetlik kırındaşlar Meşrep Begi Teptiş Nazaret Komisiyası endi bürülgen nurgulluğun çıkıvatkan neticelerini meşahede etip ötüdüğün acayip akıllarımızdan İsmet Veliyev. Bugünkü basqışlar tövendikiden ibaret. Birinci, salamlaşış. Salamlaşışta meşede 3 minutun içige şu bardak özanlarınki komandalarını tonuşturuş, salam berişini şunun cemlep ötüsülen birinci tur. Her bir turdan keyin meşede jüri azaları özlerinin bahalarını berdi. Şöyle komissiya hesaplaydı, hesaplaş komissiya hesaplap her bir turdan keyin yoki 2 turda bir meşede neticesini çıkarıp meşede ochiq e'lon qiladi. Şunun hammasini biz meşede aytib o'tiramiz. İkincisi belgiler musabaqasi. Belgiler meşede hem de özleri belgilik savollarga cevap veriş arqali özünki komandasını qo'g'daydi. Üçüncüsü 30 oğul musabaqasi. 30 oğul to'lig'i bilan bu musobaqaga qatnasha oladi. Shu yerda qo'yilgan savollarga 30 oğuldan kim qalsa, kim cevap berilsa oldiga chiqib javob bersa bo'ldi. Uningmi vaqti qarali cheklagilik. Endi 4-bölümge kelsak, davo dasturi bölümüden ko'rinish. Belgilik bir ahvolni sizlarga tushuntirdi. Misolga aytaylik, bir sizlarning meşrep vakildiki bir 30 oğulning kuni jamiyatning ichida bir az to'liq qalayimqonliklarga aralashib qoldi. Manda ish yo'qdi. Shuni sizlar qanday jazolagan bo'ladinglar? Davo dasturida shuni ko'rsatib beringlar degan vaqtida 30 o'g'il shuni mishada ko'rsatib berdi. Buning hammasi mishada baholandi. Va shuning bilan birlikda bu qazilar a'zolari tarafidan sahnada o'zni tutish, sahna madaniyati, shuni bilan mishaga har kimningki ortiqchiliklari bo'lsa, shuningga bu qo'yiladigan baholar bor. Shuni eskartib o'taylik. Qani unda bo'lsa, birinchi bosqichni boshlashga ruxsatmi? Endi bugün bu sorunki bu musobaqaning riyosatchilik qilish tizginini menga buyurdi. Shuning bilan birlikda to'liq bilan nazorat qilish Almaty meşridining begi Burxandin Tajidinov bir chavakshab qo'ysanglar. Birinchi bo'lib eng talaylik Navruzbay nahiyasidan Qalqaman 30 o'g'li sahnada. Xush kelibsizlar. Mana eng birinchi bosqich sizlardan boshlanib o'tirdi. Sizlar salomlashish musobaqa bosqichida o'zingizlarning komandanglarni aytib bersizlar. Qani mikrofonni kimga uzatamiz? Marhamat, qani. Marhamat aka, boshuna. Assalomu alaykum. Almaty shaharlik meşrep ahli. Qani, pashshab. Karomating jari qil. Aziz qozi bek to'rilar assalom.
Dost yarallar, braderlar, assalam. Hoş gelipsiz, hoşal yayrab meşrepke. Hoş bıraklık Noruz sizge. Assalam. Vay barakallah, isil. Navruz baydur nahiyem, kalka mandur mahallem. Meşrep ehli hem begim, inak yaşaydu halkım. Her yaktın küçüp gelip, bu jutni makan ettuk. Hemkarlık, sadakatni, dostlukni nişan ettuk. Vay barakallah. Uygur rayon hem Yerket, Uzun Ağaç, Koşmemet, Baysit Çilek hem Koram, Kalkaman'a caylaşkan. Her bir yerden kelsek mu, biz ömlükte yaşayımız. Her vakitte biz maştak meşrepni başlayımız. Vay barakallah. Meşrepke kirer bolsan oylangın cazasını. Katnışıp bolup hemdem yanratkın navasını. Meşrepnin çiği tatlık, içsen şerbeti bitmez. Ecirsiz muhabbet yok, bu meşrep aman yutmez. Vay barakallah. Meşrepnin huli esli Abdurrashid Khan zamanıdır. Hüsünge hüsün koşkan İlhan diyarıdır. Kürmüncan ilim ahlak, jığıldı ihlas. Şu meşrep bulup ustaz, yok algan yaman illet. Vay barakallah. Yaxşı. Oynanglar jamayat bop, gül bostan barangla da, dillani qilib cennet. İşpa qilib yaranlaga, Uygur tegi birlik, yaşaydı ittifaklıkta, Uygur nakısti, bitmez tağı taş davanla da. Barakallah. Şunu bilen tamam boldu mu? Kepten köp rahmet. Hem men oylavatman. Törümüz otagan kazıla Müşlanınki bahasını öz aldık yezip oturdu. Ahırda neticesi şu turdan keyin çıkardığım paytida biz sizlarga agahlandırıp etimiz. Şu vaqtida hesaplandı. Sizlarga 30 oğul kepten köp rahmet. Kanaldasa yaxshi bir çavaqlarınlar bilen. Aferin. Nayet yaxshi, nayet ixcham. Nayet naq özünki sözünü etip öttü. Acayip. Kimdir alamadan acayip ki? Çelek regionu, Çelek 30 oğlu. Çavaqlarınlar bilen sahneye çıkan bolsa. Vay barakallah. Barakallah. Çelek tebessinin ki otağın 30 oğlunun baharını görüyorsa, hürmetlik, bugünkü musabık katlaşıkçı Qeyrindaşlar, hamda jüri a'zolari o'zlari baholab o'tirdi. Birinchi turdan keyin men aytgan vaqtida ular sizlarga ko'rsatib berdi. Hamda men xatolashmasam, navbatda 3-chi bo'lib salomlashish navbati Alatav nahiyasi Alatav 30 o'g'il mashribiga kelibdi. Chavaqlarlar bilan qarshi bo'lamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'il Meşrepligi. Meşrep desem yayraydı tenim. Meşrep desem urguydu tenim. Meşrep'den üstüm çoğ buldum. Meşrep köye hem Meşrep var elinin davası. Meşrep var halkım sadası. Meşrep'te var şatlık, hoşallık. Meşrep'te var dertinin davası. Almuta meşribe kelgen. Allıtak meşribeden yalqulluk salam.
Meşrep emez bu Türkiye sazlım ailemi Dostlar kızım emez bu Türkiye sazlım ailemi Aslı izleyi Hakçaklanı kılaylı Hakçaklanı kılaylı Meşrep dipmek gibi Şunu dostlar bileyli Meşrep dipmek gibi Şunu Meşrep dipmek Neyime akıda bir lazım Meşrep davayı Neyime akıda bir lazım Neyime akıda bir lazım Neyime akıda bir lazım Vay barakallah Esil jigitler Men davatma bara bayarqandaq Meşrep vekilinden ki otağın katışkışlarının maharati küçüyordu de Mda qarısak Әмісінің машындағы болдығында үміт қылып, біз нөветті әнді қаталашымыздан Бостандық нахиясыдың кеп отаған Бостан мәшірбеге бір чавак вермәттік мекмалына. Assalamu alaikum, hürmetli meşrep. Hlive 30 meşrep begiu. Bizning böyle Alatau tağ bağırga jaylaşkan Osman pelek tağları bük baraksam bağları bek özüge yaraşkan. Jıl 5 Noruz çölne bostan eyledi. Noruz kelip ülkemge Noruz kaptı şatlanıp. Bugün Noruz meyrimi de ötküzeyli bostanlıkta digen muşu meşrepni. Rahmet akıla, rahmet sizlerge köpten köp rahmet. Endi men xatalışmışsam nöbette Türk Sip nahiyesi Sultan Qorgan 30 oğul meşrep ekler. Merhamet. Bular meşrep emez, köveyinde qağa uçaydı. Qani, begimiz merhamet qani. Assalamu alaikum, hürmetlik 30 oğul begim başlık, meşrep ehli kep oturmuz. Bugünkü meşrepimiz mübarek olsun. Muşu musabıqını uyuşturup atkan akıllarımızga çoğun rahmetimizni eytimiz. Aferin. Jigitlerge qani, merhamet. Ornanlarga berip otasanlar buldu. Nayeti çıraylık, nayeti yaxşı, tayarlığınlar ba. Qınan davısı nöbette Almalı nahiyesinden Deyhan 30 oğlu sakında. Merhamet qani. Assalamu alaikum, hürmetlik 30 oğul meşrep begi. Deyhan meclisinden yalqulluq salam. Muşu meşrepke bizden bir şiirimiz battı. Aşnı oqып bəsək sizlərə. Uyğurun oğlu biz, meşrep söyər Deyhan biz. Erjut'un aldıda meşrep ehli biz. Yarışardır dopumuz, ay qonğandek başlarga. Meşrep oynap çınıqqan Deyhan məclisinin nuru biz deyimiz. Tamam buldu mu? Barakallah. Qınan davısı ornanlarga berip otasanlar buldu. Bir çavak şep qoyular. Jürilaki razmirin depirdi. Tek ешкім uyuşturmağa işleyeyim, mana bu Almatı meşrebi, mana şu qo'llab quvvatlayacak işler bilan birlikte uyuşturup oturdu. Bu dastlabki qadam. Şoңlashqa karavan yolda tuzildi deydi. Maşında yılda yoki mavsumda o'tib tursa, bu meşrep musobaqalari tuzilib, o'ziniki bir qelipiga tushdi, texmi rivojlandi. Biz shunga ishlaymiz ki, hurmatli qarindoshlar. Sahnada 7. komanda Avezov nahiyasi Do'stlik 30 oğlu. Assalomu alaykum, qadri qimmatlik, mehri shafqatlik, bir-biridan e'tibor, yuraklarda dadi bor, banklarda qarzi bor. Bugungi meşrep musobaqasiga qatnashgan barcha qarindoshlarga Do'stlik mashrabidan yolqinlik salom. Yan bir mikrofon bersanglar yaxshi bo'ladi. Sazga.
Kafe boylasam deymen, meşrep oynasam deymen, meşrep oynasam deymen. 30 oğul bek bilen, billa toylasam deymen. 30 oğul bek bilen, billa toylasam deymen. Qasqandı naqşa, tımaqdı çaqçaq, tuşanla dostlar merhamet. Qasqandı bezme, tımaqdı nəğmə, oynanla dostlar merhamet. Özü çağlasın, bilini Mekkam bağlasın, bilini Mekkam bağlasın. Biz bilen oynayman dep, özület bu kalmasın. Biz bilen oynayman dep, özület bu kalmasın. Qasqandı naqşa, tımaqdı çaqçaq, tuşanla dostlar merhamet. Qasqandı bezme, tımaqdı nəğmə, oynanla dostlar merhamet. Qazı başak bekler mu? Düştü bugün besbeske, düştü bugün besbeske. 30 oğul aldı da küssün işip kürmekke. 30 oğul aldı da küssün işip kürmekke. Qasqandı naqşa, tumandı çaqçaq, tuşanla dostlar merhamet. Qasqandı bezme, tumandı nəğmə, oynanla dostlar merhamet. Oynanla dostlar merhamet, oynanla dostlar merhamet. Vay esel, esel. 1,5 minut. Naqşı, tayarlığınla yaxşı, tayarlığın hazır. Hem üçüncü hoşal olduk. Bırak, naqşını qasqan sey koyup kimge qaytып pürstet edi. Qap, anda olsa. Buldu bak, erim tegdi mi? Köp rahmet. Endi sizler ornunlarga otasаңlar boldu da. Birinci basqışqa qatnaşqan 7 komandani undan bir cavab bilan madhiyalab qo'yaylik, hurmatli meşrep akli. Anda olsa, nöbet bilan qazılar a'zolarininki bergan baholarini biz hozir o'sha naq maydonda ko'rsatkimiz keldi. Birinchi bo'lib o'zlarining salomlashish bosqichi bo'yicha mahoratini ko'rsatgan Navruzboy nahiyasi Qalqaman 30 o'g'lining baholarini bir ko'rgan bo'lsak. 4 5 o almashtirib qo'ydingizmi? 3 4 5 tal 4 deychi eng o'ngi. Qarsa mayda almashtir. 5 qazılar a'zolari birinchi bosqich bo'yicha mana bergan bahoni ko'rib o'tirsizlar 4. Hamisining o'xshash bo'ldi. Endi ikkinchi qatnashgan komanda Chelak regioni Chelak 30 o'g'ilning baholarini ko'rsatib o'tgan bo'lsanglar. Hammanglar ko'tarib olsanglar, biroq o'qisam. 5 4. Ay barakallah. Üçüncü bo'lib sahnaga chiqqan Alatau nahiyasi Alatau 30 o'g'lining baholarini ko'rsatib o'tgan bo'lsanglar. Qani. Tan ko'taringlar, hammanglarni biz ko'raylik, ha. 5 4 Aha. Yezib bilgirib o'tamizmi? Hisoblovchi komissiyada to'liq yezish kerak, keyin oxirida bu yerda spor bo'lib qolmasligi uchun. Mana 3 komandaning saqlash bo'lgan bo'lsa, 4-chi bo'lib sahnaga chiqqan Bo'stonliq nahiyasi Bo'ston mashribining baholari. Qani hammalar ko'tarib olsanglar, biroq aytsak. 4 5-chi sahnaga chiqqan Turksip nahiyasi Sultan Qo'rg'on 30 o'g'il mashribining baholari. Hammalar ko'tarib edinglar? Ha, barakalloh. 4 6-chi Almalı nahiyasi Dehqon 30 o'g'ilning baholarini. Almalı nahiyasi Dehqon 30 o'g'ilninki. Qani hammanglar bir ko'tarib olsanglar, men aytsam 4
Barakallah. Yiz bilgir olsun Rüstem mi? 7. Avazif nahiyesi dostluk otzağılının bahalarını kögen olsak. Avazif nahiyesi ahırkı çıkan komanda. 4, 5. Assalamu alaikum hürmetlik meşrep ehli, hürmetli Kapçık. Ben sizlerine bugün Qazıla halk tarafından 22. deb qo'yay Novruz bayramı bilan qizg'in tabriklayman. Kelgan qadiminglarga marhaba. Endi biz bu ip berayotgan musobaqamiz bizningki Olmut shahri bo'yicha birinchi qitim bo'layotganligi uchun bu yerda ba'zi komandalar, ba'zi guruhlar toz degandek tayyorlik qilib kelishga mumkinchilik bo'lmay qolibdi. Undaq bo'lgani biz shu komandadagi a'zolarning hammasi ular san'at ahli emas. Bunda aytgan vaqtda mashrab ahli bo'lsa-mu, toz mukammal ilqindak mashrabning qoida usullariga e'tibor qilib ketishga ulgurmagan. Birinchi bosqichniki bu yerdagi nimasi salom. Salom bilan kirish, o'zini tonishtirish. Mundaq degan gap bo'lganda, uning ichiga naqsh so'zlar bilan qo'shilib ketdi. Mayli, uning hech qanday gap yo'q. Biz burunqi deganda ashun degandik. Endi bu yerda bizning belgi qo'yganlarimizning ichida meningcha bo'lganda 3 baho olgan odam yo'q. Hamma guruhlar eng to'van baho 4 oldi, yuqorisi 5. Bu mashrabni nima uchun qilyapmiz buni? Deganda buni biz faqat obro'y uchun, nomer uchun qilayotganimiz yo'q. Mushu mashrab ahli bagilari bilmagan narsalarni bilib olayli degan maqsad bilan mushu an'anamizni yoshlarimizga o'rgatayli, bizni qolsin degan maqsad bilan uyushtirgan ish bo'lganligi uchun endi bu narsa men deb qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Shaka bo'lmanglar. Kim bo'lsa-bo'lsin, bundan keyin salom qiluvchi odam assalomu alaykum deb salomni durust to'liq aytish kerak. Shuning uchun sizlarga iltimos, ranjimanglar. Hech kimga gunoh otayotganim yo'q. Boyman degandek naqshida u bolalar iliq nima emas. Iliq kasbiy sozandilar, kasbiy naqshi bo'lmagan uchun soz bilan naqshi birlashmaydi. Shuning uchun mening demoqchi bo'lganim, agar ash naqsh yetib kelgan, oshimi bir ish bo'lgandan keyin aniqroq eshsoq naqshi bilan sozni birlashtirsak, bu ikki nahiyaning naqshida ashna bilinib qoldi. Ba'zi bir nahiyaningki mashrablarda to'xtab qolish, tenab qolish ahvollar bo'ldi. Bu menda uning bir ancha qochiq nomer tatib ketmadik. İmkoniyat bo'lsa to'lg'aroq tayyorlik qilib, mayl beyt etimizmi, mayli naqsh etimizmi, soz chalimizmi, soz bilan naqsha albatta birikkish kerak degan mening shaxsiy fikrim. Endi boshqa kishilarning fikri bo'lmasa, asosiy jihatdan birinchi bosqich yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Rahmat. Bugungi shu musobaqaning o'tish jarayonida bo'lgan balkim kamchiliklar bor, balkim ortiqchilik bor, shularni ya'ni aytsak bo'ladi. Shunglashqa biz bu ko'rikni ko'ngillik bir astiqalarda qilib yaxshi o'tkazdigan bizning eng muhim vazifamiz bo'lyapti. Endi salomlash to'g'ri bo'lib ketdi. Endi 1 minut vaqtinglarni olaman. Buni bu mashrab bo'lgandiki qo'shib qo'ysak bo'ladi. Men Burxondan akam ruxsat qilgan. Ikki baja deydi bir-biri bilan paranglashib qapti. Biz qinallarning uyiga borganda sening salomingni to'liq oladi, mening salomim bilan kar yo'q. Yaxshimi tishqima deb qo'ydi desa, cho'ng bachsi debdi-ku yoshqa. Sen o'zing salomni durust vermaysan. Sen salomni durust versang, sana shu qinatli bilan qinana salomni to'g'ri qaytirdi. Sen chalı salomlashsan degidek. Qanday salomlash kerak deganda, sen qinatli bilan qinanni ko'rgan vaqtida assalomu alaykum deb beshingni egib, ichingda 12 kayni sanasang saloming to'liq bo'ldi debdi-ku. Deyse bu iki baca qinatlarının uyga veripla, yılqı bacının esi kelib qapti, qinanız aldığı çıkan assalamu alaykum debdi, beşini egib içinde yanvar, fevral, mart, aprel, may. Dekabr deb beşini kötesi çıkısı yok. Bacısı qarab, qinatı bilan qinan qachon ketkensi 7. ayda ketken degidek. Şoňlaşqa hürmetlik jamoat, bunu mashrab qatnaşçylary sorunlu köngülük ötkizip biz navbatki 2. bosqich Belgiler musabakası. Bugün 7 komandanın belgileri sahneye hoş geldiniz. Rahmet.
Endi bu musobaqada belgiler cevap beradigan o belgilik savollar bor. Şu savollarga javob berdi. Menimcha o'sha to'g'ri. Birinchi bo'yicha Qalqaman 30 o'g'il mashrabninki begi berib, shu yerdan belgilik bir biletni elib, shu biletga javob berishingizga to'g'ri kelib o'tirdi. Marhamat. Biletni yetkazsangiz, bu yerda iltimos bo'yicha men ko'pchilikka o'qib beradigan bo'ldim. Mashrab qandoq boshlanadi? Shu boshlanishini deysiz. Ikkinchidan mashrab bo'limining qaysi bo'limi bo'lmasa, uni mashrab deyishga bo'lmaydi. Bu savol. Uchinchisi, mashrabga xonim qizlar qatnashsa yoki xizmat qilsa bo'lamdi degan savol. Shu uchta aniqla javobni berishingiz kerak. Birinchi, mashrab boshlanishda 30 o'g'il o'tiradi, jam bo'ladi. Birinchi qozibegi Meşrep'nin başlaydı, caka kılıdı. Şuradan ona meşrep başlandı. İkinci meşrep bölümlü kandak, bölümler. Meşrep'nin kaysi bölümü bulmasa, onu meşrep deyip yetişkin bulmaydı. Kaysi bölümü meşrep asasen töttörgü bölümdü. Ya tört bölümü enik aka. Şu kaysi bulmay kalsa meşrep delenmeyimiz bunu. Eğer kaysi bölümü yok bu kalsa, onu meşrep deyişki bulmaydı. Enik savaldı. Meşrep'ninki dava dasturu var. Birinci dava dastursuz meşrep bulmaydı. Düşünüştük. Yani cevap bana düşünüştük. Eğer de meşrep'nin dava dasturu bulmasa, onu meşrep deyişki bulmaydı. İkinci cevabımız şu oldu. Üçüncüsü, hanım kızla katlaşsı bulamdı, ya ki hizmet kızı bulamdı. Anlaşmaydı. To'liq javob. To'g'ri. Javobingiz tushunishlik bo'ldi. Endi bu sizningki bergan javobingizga endi qozilar a'zolari o'zining baholarini qo'yib o'tdi. Bayqindaklar biz navbat kelgan vaqtida baholarini o'zingiz bu yerda ko'rib tursiz aka. Bulamda endi bizning navbatdagi Chelak 30 o'g'li Chelak regionidan kelgan. Ha, barakalloh. Bir chavash yeb qo'ysizlar. Ha, siz biletingizni aytib olamsiz? Yo'q, buni navbatga motor atmaydı. Ha, barakallah. Endi savolingizning o'qib berishga ruxsat qilgan bo'lsangiz, biletingiz nechinchiki? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. Mening ikkinchi bilet. Ha, ikkinchi biletga, unda men buni qog'ozdan o'qib bersam bo'ldi-ki. Birinchi savolga bo'lgan javobingiz qandoq o'tirishlarni mashrab deb atashga bo'lmaydi. Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. Mening ikkinchi biletning birinchi savoliga javob berishga ruxsat qilinglar. Qandoq o'tirishni mashrab deb atash bo'lmaydi deganda, bu yerda mashrabning asosiy qoidasini buzgan vaqtida aroq ichib kelgan o'tirishlarni, aroq ichib o'tirish kelgan har qanday mashrabga tegish emas zotlarni qo'llangan mashrab deb atashga bo'lmaydi. Bu yerda masalan birlari mashrab ketadi, biroq u har qanday вечеринкаларда, o'yinlarda o'ynaganni mashrab deb atash bo'lmaydi. Mashrabning o'zining qoidasiga xos, o'zining qoidalariga, davo dasturiga xos o'ynagan mashrab faqat mashrab deb ataladi. Mashrabda bizning urf odatni o'rgatish, davo dasturi orqali odamni tarbiyalash xususiyatlariga ega bo'lib qoldi. Mana bu mashrab bu asosiy mashrab bo'lib keldi. Al mashrabning sirt bo'lmaydi. Mashrabning qoidalari sirt bo'lmaydi. Javobingiz tushunishlik. Birinchi savol bo'yicha, ikkinchi savol bo'yicha. Ikkinchi savol bek degan kim va uning vazifasi. Bu yerda aytganda mashrabda asosan begim boshliq, cho'ng begim boshliq begimiz bor. U begim boshliq o'zi so'z aytib chiqdi. Beklarning boshliqlari. Masalan, beklarning boshliqlari kim bor? Bizda Qozibek bor. Qozibek u sudya bo'lib hisoblanadi. Paşabek bor. Paşabek asosan 75ga begim boshliqqa beqindi. U asosan har qanday davo dasturlarida tartib qaraydigan bek bo'lib keldi. Ikkinchisi Ko'lbek dedi. Ko'lbek dasxonga ega bo'ldi. Dasxonga qaraydi. Ya'ni shunaqla Darabek deymiz bor. Darabek o asosan sazlarga, sazandaga ega bo'ldi. Agar xususiy bu yerda bek degan kim deganda, agar begim boshliq cho'ng bek degan bo'lsa, begim boshliq cho'ng bek u faqat beklarga va 30 o'g'ilni to'liq qaraydi va uning vazifasi ashlarni tartibga solish va mashrabni to'g'ri boshqarish ishi. To'g'ri. Bu ikkinchi savolga bo'lgan javobingiz. Endi uchinchi savol. Endi dasxonda o'tirganda chay qaysi tarafdan va kimdan boshlanadi degan vaqtda chay asosan xizmat qilgan bola odam yuqorida cho'nglardan boshlab qo'yib keldi. Cho'nglar bo'lganda yuqorida o'tirgan, to'rda o'tirgan cho'ng oqsoqollardan boshlab chay quyildi va shu so'z. Qaysi tarafdan quyildi shu javob? Qay tarafga? 10 tarafdan boshlab quyildi. 10 tarafdan quyildi. Javobingiz tushunishlik. Javobingiz tushunishlik. Sen buni biletlarni yig'ib o'tag'im. Endi men yana bir narsani eskartib ketay. Mumkin qadar qo'yilayotgan savollarga naq qisqacha javob bo'lgan bo'lsa, masalan, qanchinchi yil tug'ilding?
1985-yili 23 avgust degan o'xshash. Naqli bo'lsa deymanda javoblar. Ashlaq bo'lsa Nuristiga nur bo'lar edi. Endi 3-chi komandamiz Alatav 30 o'g'li. Marhamat qini. Begimiz oldiga chiqqan bo'lsa. Ha, barkallah. Bilet nomeringiz qanday ekan? 3-chi biletmi? Va, navbat bilan ketib beribdi. Marhamat, birinchi savol bo'yicha javobingiz. Mashrabda qanday tarbiya oladi? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq mashrab ahlivi qazilar. Birinchi savol, mashrab qanday tarbiya qildim? Endi bizda Uyg'urlarda so'z bor, bola ishdan nima xatosh bir ishdan qilsa, bu bola mashrab ko'mgan deydi. Demismi, mashrabda jih paradaklar borda, u nimalarni Tatbis qanatici destan yeyish, onun kendinden şokluk qilmasdan o'ziniki durust tutuş qayerda bo'lsa to'y bo'lamdi, nazir bo'lamdi, ko'pchilikni da o'zini to'g'ri chiroyli tutganga shunga nima qilib tarbiya qildim. Ha, barakallah. Birinchi savol bo'yicha javobingiz. Uchinchi savolingiz mashrabdan qaytib boshqa joyga yoki mehmonga berishga bo'lamdi? Endi mashrabdan chiqib uddul uyga berish kerak. O'zinki ish baramdi, yo'q baramdi. Ha, barakallah. Bir minut qo'shib qo'yay. Endi bir ishlar bo'lsa uyga berib, men mayoqqa ishimga boraman, u ish bo'lsa ish. Nimishga? Nimishga? Ish bardi, ishqa. Ha, mashrabdan qaytib Nimishga mashrabni qaytib uyga berish kerak. Nimishga? Endi mashrabdan o'tmoq. Ha, savol bunda qilyapti. Sabab, nima sabab? Savol bunda, ya to'g'ri. Mana savol bo'yicha javob beryapsiz. Bu savolda qo'yilayotgan yeri hamda nima uchun mashrabdan qaytganda udul uyga berish kerak degan savol qo'yilib qo'yapti. Hamda bu tabiiy tug'ilib qo'yapti. Uni bilib tursiz aka. Uni bilib tursiz. Hamda siz udul uyga berish kerak dedingiz. Uningki yana bir javobingiz, agarda kechilik seminarda bir yer ishlayotgan kishi bo'lsa, mashrab 12 da tugasa chiqib ishga berishga bo'ladi deyapsiz. Endi mayda shu mashrabning udul keldi. Mashrabga davo kelmaydi, uydikilardim. Buni mashrab ketgan, yo'qolib ketgan. Ha, mana naq javobingiz mana keldi. Mana javobingiz keldi. Mashrabga dog' keltirmaslik. To'g'ri, mana keldi. Javob keldi. Mashrabga ketgan, yo'qolib ketdi, boshqa joyga yo'liqibdi degan gap bo'lmasligi uchun deydi. Na aytib turasiz. Anda bo'lsa, navbatdagi Boston mashrabning begi marhamat qini sizga navbatga o'tirdi. Ya qiziq o'tdi-da, o'tso'g'ini hamda kichkina bir qo'llab, quvvatlab tursinlar davomli. Mana bu akalarimiz. Ha, mana sizga bu navbat keldi aka. Mana hozir men biletingiz nomerini deb bersangiz men o'qib beraman aka. Mayli ko'pchilik anglash kerak buning hamsini. Nechinchi biletga sizniki? 5-chi. 5-chi bilet. Xo'sh. Birinchi savolga javob bergan bo'lsangiz, 30 o'g'il degan nima? 30 o'g'il degan mashrab ahli begim boshliq. 30 o'g'il degan o mashrab ahli, ya. Bu 30 o'g'il. Sizning javobingiz mushu bo'ldi, ya. Anda bo'lsa 3-savol. Mashrab berguchi dasturxonga hozirlanadigan taomlarning tayyorlanishida kim bilan maslahatlashish kerak yoki kerak emasmi deydi. Mashrab berayotgan odam dasturxonni rostlash uchun biri bilan maslahat qilish kerakmi yoki o'zi bilgincha rostlash kerak? O'zi bilginni qildi, biroq dasturxonda ko'l begim bor. Ko'l begim qaraydi. Dasturxonga ko'l begim qaraydi. Mana kalam, mana javobingiz keldi. Endi intayindas. Yana anda bo'lsa, nihoyatda javoblar qisqa durust oldu. Hem de o itogini özünüz bilsiz neticesini qazlar a'zolari chiqarib berdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bizning 5-chi komandamiz. 5-chi komandamiz xatolashmasak o'qalamiz. Sultan Qo'rg'on 30 o'g'il mashrabning begi. Birinchi savol bo'yicha javobingiz. Mashrabga bolalarni nima uchun berdi? Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Birinchi savolimga javob, mashrabga bolalarni, urf-odatni, Uyg'urlarning qoidalarini o'rgatish uchun ham tarbiyalash uchun mashrabni o'ynaydi. Mashrabni bolalarni maktabga shunga chiqarib mashrabga. Ha, barakallah. O sizning oxirgi javobingiz. 3-savol, qo'lga suni qanday elish kerak? Qo'lga suni olganda endi qo'lga 3 qatim uzib qo'lga su oldi.
Yaxşı. Cevabınız. Endi kısaca cevap verildi. Neticesini keyin uqimiz. Sizge köpten köp rahmet. Qenanda olsa bizning navbatdagi qatnashuvchilarimiz Deyxon O'tso'g'ilning begi. Marhamat, chavaqlaringlar bilan bir madhiylab oyoq kiyimning eng yuqorisi bir qancha. Biletiniz 4-cü biletga birinci savol bo'yicha javobingizni anglaylik. Mashrab degan nima? Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il Mashrab egi. Mashrab degan nima? Mashrab degan o shu Uyg'urlarning burundan o'ynab kelayotgan Mashrab degan o To'g'ri. Sorun o. Mashrab degan shu yoshlarni tarbiyalash, yaxshi yo'llarga boshlash mashrab degan. Ashaq tushunaman. Maktab, ha. Maktab. Mashrabda ichimlik yoki chekimlik bo'lamdi. Mashrabda ichimlik, chekimlik bo'lmaydi. Tak. Javobini aytdi. Natija shu yoqdan chiqadi. O'tso'g'il tarkibida necha odam bo'lish kerak? O'tso'g'il tarkibida 8-10 yuqori bo'ldi. Ya bo'lmaydi. Tarkib qancha bo'lsa O'tso'g'il bo'ldi. Ha, odam soniga chek qo'yilmaydi. Sizning javobingiz qanchalik bo'lsa bo'laverdi, ha? Rahmat. Javobingizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, biletingizni bu yoqqa o'tkazib yetib, bizning navbatda o'z nahiyasi qoldimi? Do'stlik. Birinchi savol. Belgilar qanday saylanadi? Qani. Assalomu alaykum. Mashrab mas'ul kelgan mehmonlarga assalomu alaykum. Birinchi savolga qanday bek saylanadi degan shu O'tso'g'ilning arasida bek saylandi. Qanday saylandi? Shuni to'g'ri. Sizning javobingiz O'tso'g'ilning ichida bek saylandi. Bek saylandi, ya. Sizning javobingiz shu. Elib qo'sharingiz yo'q, ha? Anda olsa ikinci savol bo'yicha. Qisqa paraq qilinglar degan o'g'il. Yo'q, o qisqa bo'lganda siz bir jumlaning ichiga sig'dira olasizda bu gapning hammasini. O'tso'g'ilning ovozi bilan saylandi. Ha, ovozi bilan. Endi mana shuni bir jumla bilan aytgan bo'lsangiz bo'lar edi. Mashrab beglarini ochiq saylam aqsiz saylaydi, O'tso'g'il deb tash kerakdi. Tak, ikinci savol. Da'vo dasturida qarorni kim tasdiqlaydi? Da'vo dasturida Pashabek Belkim sizga hamda savol tushunishlik bo'lmagan bo'lishi mumkin. Da'vo dasturida chiqarilgan ukazni kim подтверждать qiladi? Sizga shunday подтверждать qilgan. Ha, shuni. Da'vo dasturida eng oxirida shuni подтверждать qilgan. Shu ijro qilinsin yoki to'xtalsin degan. Bek, siz uchun o'yingiz bek. Ikkinchi savolning javobi tushunishlik, anda bo'lsa 3-savol bo'yicha mashrab o'ynash uchun yishining cho'ng kichikligi chek bormi? Mashrabda belgidek cheklangan yoshdagi odamlar to'plashib o'ynash kerakmi yo cheklanmaydi? Cheklanmaydi. Mashrabda yosh cheklanmaydi. Tak, 3 javob etilib bo'ldi. Qozilar a'zolarininki hozir nomer ko'tarishi bilan biz ikkinchi bosqich belgilar musobaqasining natijasini ko'ralaymiz desam bo'ladi. Agar qozilarimiz tayyor bo'lgan bo'lsa, mashrab belgilarininki savollari bo'yicha birinchi bo'lib sahnaga chiqqan Qalqaman 30 o'g'lining begining baholarini ko'raylik qani. Hammanglar ko'targan bo'lsanglar, men sanab bilsam, hisoblag'uchi komissiyadagi akamiz yozgan bo'lsa, siz aldirmay mana shunday ko'tarib turgan bo'lsanglar, birdam ko'tarib turgan bo'lsanglar. Birinchi Qalqamanninki 4 Barakallah. 5 tal 4. To'lig'ini aytay. Yezib ulgurgan bo'lsangiz, ikkinchisi Chelak 30 o'g'il begining javoblariga qo'yilgan baho. Hammanglar ko'tarib o'ynanglar, men o'g'lingizdan o'qay. 4 5 3 4 2 5 demoqlar. Üçüncü Alatau 30 o'g'il begining javobi qanday chiqdi? Yakunini ko'rgan bo'lsak, Alatau 30 o'g'ilninki. Qani, sabrka sizmi ko'tarib olgan bo'lsangiz? 5 4
5 Barkal. Töt getirste. Men mayak iş köp görünüp atdı. Getirste. Tak, tötüncü geldik mi? Bostan meşribi. Merhamet. Bostan meşribi. Beginin cevaplarını köyge satken bolsanız. Tak, yana bir kişi kaldı. Abliska. Siz cevabını Abliska. Ya eğer ne özünün yazgınını görüyorsun. 5 töt. Barkallah. 5. Sultan Korgan 30 oğulunki. 5. Sultan Korgan 30 oğulunki. Hem ona toluk götürüp alsana. Hem ona Kapşık. To'xtab tursa. Kimga 5? Oldingi o'tganga mi? Bo'stonga 5 mi? Anda olsa bir 5'ni tuzaysiz. Bo'stonninki yana bir 5 bo'ldi. Ma'qulmi? Bayqi 4 ning o'rnida 5 bo'ldi. Endi olsa buni bizniki Sultan Qo'rg'onnikini ko'tagan bo'lsanglar. Sultan Qo'rg'on begining javobiga qo'ygan baholaringlarni. Ablizka siz. 4 3 4 Çavaş yap koysa, arkadaşlar. Yezip ülgürüp atkan bolsağına, Nomet Deyhan 30 oğulunun beginin cevabı da. Merhamet. Deyhan 30 oğulunun ki. Begige qancha qo'ydinglar? Bahodirlarni qo'linglarga olgan bo'lsanglar, biz ko'pchilikka e'lon qilgan bo'lsak. 4 5 7. komanda Dostluk 30 oğlununki beginin bahaları. Dostluk'unkini. Hata deydik. Dostluk 30 oğlununki. 7. Qani qo'linglarga evidinglar, men o'qib berayim. Qo'linglarga evidinglar, qo'linglarga. Oy barakallah. 4 5 Ilgirvatsizlar qo'y. Hisobot komissiyasininki umumiy chiqqan natijani raqamlarni sizlarga aytadi, shunga diqqat bergan bo'lsanglar. Ikki bosqichning nimasi? Ikki bosqich. Birinchi bosqich salomlashish, ikkinchisi belgilangan musobaqasi bo'yicha. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Begim boshliq 30 o'g'il. Endi birinchi bosqichni qilsak, Chelak nahiyasi 24 bola oldi. Olmut şehri 30 oğlu 23. Deyhan yeri 20. Dostluk 30 oğlu 23. Bostan 18. Sultan Korgan 30 oğlu 20. Kalkaman 30 oğlu 20. En töven. İkinci Alatau nahiyası 22. Deyhan 30 oğlu 22. Dostluk 22. Bostan 22. Sultan Korgan 19. Kalkaman 30 oğlu 20. Çilek 22 oldu. Destek ketdim, bundaq ko'rikka hammamiz qatnashib o'tirmiz. Biz davomli mashrab o'ynayotgan bo'lsak-mu, mushu so'rinning beshida aytgan o'qigan dokladda diqqat qilgan bo'lsanglar, har yaninki o'zining iqtisodiy sharoitiga bo'la rasm qoidalar sal o'zgartirilgan. Shunglashqa, misolga Yerkatda sal boshqacha o'ynashi mumkin. Almutada azroq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Biz shunimi boshda ogohlantirib o'tdik. Endi faqat mashada Qazılar əzalarının qoyğan bahalarından qanaatlanıb, məşə məsələbdən axırğa çıraylı qatnışıb bergan bolsanglar deyimiz. Mərhəmət. Endi umumiy bağa kelsak, Chelak nahiyasi 46. Kalkaman 30 oğlu 40. Sultan Korgan 39. Bostan 40. Dostluk 46. Deyhan 42.
Alatau 45. Şuna bilen Sultanqo'rg'on 39, Kalkaman 30 40. Mayada yana Bo'ston komandasi va 40. 40, he? Sultanqo'rg'onning 30 o'g'lininki bahası 39 bo'pti. Eng töven baha shulaniki. Endi ikkinchi tur bo'yicha mashadagi qolgan musobaqa bosqichlaridan demak u komanda chekilish kerak. Shundaqmi deyman? To'g'ri, bir komanda chiqdi. Bir komanda, he? Bir komanda. Undaq bo'lsa, biz Sultanqo'rg'on komandasiningki mushu bugungi ko'rikka qatnashganlarga ko'p minnatdorlik bildirib, buningdan keyin uyushtirilgan ko'riklarga o'zlarining jiddiy tayyorligi bilan mushu maydonlarda zo'r mahoratini ko'rsatdi deb oxil tilab bir chavoq chep qo'yishimni so'raymiz. To'g'rimi? Marhamat qilin. Bugün meşrep naiti yaxshi chiroyli meşrepning musobaqasi bu meşrepda qisam undaqda qo'ymoqlar. Musobaqa qatnashib naiti chiroyli tayyorlik qilibdi bolalar. Qayaninglar bo'lsin, Çilekten bulamdı, Türksepten bulamdı, hem iş kılıp kandak olmuşsun, vallahi naiti ciddi kelibdi bu meseleki adamla koşal kıldığa yeri şu. Andikin bugün bu meşrini bayı degендek, bazı ballarımız vaxtı kendi davatqınım, kendi qılıp qalgan ballar işki komandaga davatqınım, bazı ballar vaxtqa sığınım qılamay qaldı. Bazı ballar en addi suallarga javob bermay qoldi. Shuning sababidan ularning bahsi töven bo'lib qoldi. U bolalarni ishqilib o'sha meşrepga naiti jiddiy tayyorlanib ketdi. Shuning uchun mush qatnashib va qatnashganlarga hammalarga cho'ng rahmat. Deydiganim yana tigi oldimizda bu bolalarning kelajagi oldimizda. Shu vaqtlarda bu bolalar o'zlarini ko'kitib haqiqiy mushu cho'ng meşreplarningki belgilari bo'lib, mush naiti köngüllük ötküzdağınca öz əslərini qoşub gidədigən ümitlər var. Şunun üçün qapçılıqlı bulmuşsun deyədi. Üçüncü basqıç 30 oğul musabıqısı. Onda olsa bir adamı sizlərə tegişlik suallar var. Aşı biletlərini ağaç suallara sizlər 8 sual buludu. 8 sualga komandadan kimnin cavab verişi çeklənməydi. Қалған адам жауап берді. 8 суалны қолыңлағы еніп, сілер тәйірінуақ үші 1 минут вақыт берілді сілерге. 1 минуттың ішінде сілер тәйірінуақ сілер, андан суалны мен оқимен, сілер дәрхал жауабыны етсілер. Үшінші қобалай, мына бірінші болып сілер башлауат сілер, әмді әрқандақ сынақтың бірінші өтуат сілер, каруанның бешіді. Тоғыр ғой деймі. Мәрхамет қинанда olsa суалланы, мәшәдін мен оқыпты береймі, я ular bilet alam. Kep anda olsa, mərhəmət biletinlərini, kimnin qolu yenik. Vah. Talla verin sualını, talla, bilet numeri. Ay, barakallah. Nomer, bilet. Birinci, qaranglar, birinciga birinci öp çıqıptı. Mərhəmət. Vaqt doldu mu? Anda olsa bir mikrofonu veringlar. Birinci sualga kim cevap berdi? Həmmisiga siz cavab berdigan bo'ldingiz. Xo'p. Anda bo'lsa, savolni men deyman, ne xil javobini aytasiz, ma'qulmi? Mashrabga kechikkan mashrab a'zosi kimning ruxsati bilan kirdi? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il mashrabga. Bu yerda Pashabekdan so'raydi, Pashabek Qozibek begimni so'rab, shuni begimning ruxsati bilan kirdi. Begimning ruxsati bilan kirdi. Javobini tushunishdik. Qani, anda bo'lsa 4-chi savolga javob beringlar. 30 o'g'il degan nima deb yozilibdi? Bir meşrep ehli oynayotgan meşrep ehlini 30 o'g'il deydi. Xo'sh. Bir meşrep ehli. 5-chi savol ko'chaylik Ko'lbek degan kim va uning vazifalari? Ko'lbek dediğimiz meşrepte dasturxonga tamoqning vaqti chiqishiga qaraydi odam. Dasturxonga yemek içmekka yemek içmekka javob bergan o Ko'lbekga. Ketdik. 6-chi savolga Qozibekning gunohkorga chiqargan qaroridan keyin 30 o'g'ilning so'rab edishi bilan tamamen keçirib içki bulamdı. Eğer 30 o'g'il so'rab olsa, keçirib etkili bulamdı. Qarar chiqarib bo'ldi. Bo'lmaydi. Qozibek chiqadi, hukmni ama 30 o'g'il so'rab edishki bo'ldi yerimi jazosini. Ama uni keçirish bo'lmaydi. Sababi Qozibek chiqadi. Hesap. So'rab edishki bo'ldi yer. Javobingiz tushunishdik. Javobingiz oxirgisi mana shu. Qanday bo'lsa 8-chi savol ko'rpa qayerdan va qanday selinadi deydi. Ben tördün ish qarab selindi. Tördün ish qarab selindi. Bosuga qarab.
Yukarıdan tüven karab seyirildi. Aşağı körpünden sevinçini kökbür elemsiz. Körpü açıkınlacı. Barakallah. Endi bunu sizden ekran, bunu sizden ondan bassanız buludu. Tak, anda olsa merhamet qilib. Oho. Ya yegsip uxlab qolmaydi aslında bu. Aşağı körpünün doğru selinişini köktüsüz. Kene? Yağmur komand çıkıştı. Ha, kene ha. Komandadan kim cevap verse bölüverdi. Cümle ona şunu esir çıkamağına başta itip ettik. Koy. Tak. Qolay işte putuş bir adam qadası oldu bir adam ha. Bir adam sipet qanday gidelim. Her adam iki adam bu maçta bu. Ha, to'xta. To'xtanglar. Ko'rinishga qaranglar. Bo'ldi, aytinglar ko'rpini. Qani? Anda olsa oxirgi javob to'g'ri. Oxirgi javob to'g'ri bo'lib hisoblandi. 8-chi javob bitdi-ku shunday. Ya, qolgan javoblarni hamma bu yerda qarab o'tirdi. Uni men xato durust demayman. Sizlarga rahmat. Bunu komandanınki birinchi shu 8 savolga bergan javoblaringlarni natijasini qazla a'zolari chiqirdi. Yer ajoyib bo'ldi-da. Senin degining, sen ağlı Davidçin kerekti Danyal. Hoş, Akbarcan qanday, marhamat. Qaysi David kerak bilamsan? Kirgan vaqtida buni uy bosuq tarafni qatlashib qo'yishga bo'lmaydi. Durust-ku, sababi uyaga Danyal kelsa putush ketadi. O qo'ylashdi. Xo'sh. Anda bo'lsa chelak. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Komandaning o'rtog'iga ruxsat. Marhamat. Sahnada chelak 30 o'g'ri. Marhamat. Endi o'zinglar bo'ladi. Bir chavak bilan qo'llab turaylik-ku. Bilet numaramiz. Kaçta nomer? 4-cü nomer. Vaqt to'ldi mu? To'ldi. Xo'sh. Vaqt to'ldi mu? Qani, kim javob berishini qat'iy nazar? Siz javob bergan bo'ldingizmi? Assalomu alaykum, o'tso'g'il begim boshliq. 3-turdagi musobaqaning savollarga javob berish ruxsat qilinglar. 4-bilet. Meshabning qanday shartlari bor? Meshabning asosiy shartlari 30 o'g'il do'ppi kiyib kelish kerak va yoqliq ko'ylak bilan kelish kerak. Va kechmay kelish kerak va saq kelish kerak. Ishmay chekmay kelish kerak, saq kelish kerak. Asosiy shartlari shu. Uydagi meshabda pashabning buyrug'i bilan o'ldirish turlari qanday? O'tirishning turlarining asosiy atlarini bilmayman, biroq ko'z talayman. Barkallah, siz onu delamaysiz, biroq o'tirish misolga. Buni qanday o'tirish deydi? O atlarni bilmayman, biroq meshabda o'tirish bor. Manga deyishga bo'lmaydi, sizning to'g'ri. Yana o'tirishning bir qismi bor. Uni 10 putini 10 putiga yonpashdan o'tirdi, so'ng putini qo'lida qilib o'tirdi. Tushunishlik, haminglar. Ya, bo'ldi. Qarang, 3-chi so'roq. O'tirishlarni ko'zlayotdi. Yana 3-chi o'tirish bor, u odam odam yomon jiqqa ketganda, qisqa bo'lgan vaqtida yana ikki turlimda o'tirdi-da. Ha, barkallah. 3 o'tirishni ko'rsatdingiz, biroq endi ismlarini atamadingiz-a? Qara. Ismlarini endi bo'ldi, tushundim. Pashab degan kim va uning vazifasi? Pashab degan bu asosan tarbiyaga qaraydigan va umuman bekka beqindigan bek pashab bek deb qolindi. U pashabning vazifasi meshab vaqtida tartibga qaraydi. Kim shoq qilyotdi va kim masalan ruxsat so'rab chiqadigan vaqtida pashab hammasiga sap-sap qarab turdi va agar birlari sirtqa chiqadigan joyda bo'lsa, meshab pashabdan qo'l ko'tarib so'raydi. Pashab beklardan ruxsat so'rab orqali ya'ni chiqardi. В общем, bunday aytganda pashab bo'lsa shu meshabning ichida qanday bo'ladi, nima bo'ladi hamsi qarab, bekka beqindi, tartibga qaraydi. Ha, unda bo'lsa Sayibxonning da'vo dasturiga tortqil bo'lamdi deydi. Sayibxonning da'vo dasturiga tortqil bo'lmaydi. Sayibxon tatqili bo'lmaydi-da. Sayibxonning da'vo dasturi tortqil bo'lmaydi. Keyingi meshabda shu sayibxonning xatolarini da'vo dasturi itqil bo'ldi. Tushunishdik. Javobimiz to'liqlandi. Gultayoqni qaysi vaqtida qo'lindi deydi. Gultayoqni asosan pashablar qo'lindi, uni askartish ritida va jazo vaqtida qo'lindi. Gultayoq shu zamonda qo'lindi. Jazoda va tartib serish vaqtida qo'lindi. Askartish vaqtida
Askar vaqtida. Eskertiş ve caza vaqtida qo'llaniladi size. Ve meşrepning başlanışida Gultayoqni aytib ketgandek, Gultayoq kelgandan keyin meşrepni boshlaydi. Gultayoq kelgandan meşrep başlandı tushunishdik. Sizlarniki endi mushu javoblaringlarni endi o'zinglar bilsizlar, hozirda baholab, qoldi natijasini aytadi. Qanday bo'lsa, ruxsatmi? O'tso'g'ilga o'tirdilarda. Qani, marhamat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Navbatdagi komandamiz Sahinde. Hani ben hatalaşmışsam, növbette Alatau Otsoğlu buluş gerek ya. 3. komanda. Kedi bir çavaş yap koyuluşu. Ben hidep durayılışu. Vakit bolgan bolsa, merhamet kini cevapka kim çıkıdı? Özünüz çıkamsız, merhamet. Kini anda olsa sizge ahil tileyimiz. Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il begim boshliq. Birinchi mashrabni kim boshqardi? Mashrab boshlangandan keyin mashrabni Pashabek boshqardi. Ikkinchi navbatdagi mashrabga olmani hozirlan siz o'qib beramsiz? Sebebi nima? Navbatdagi mashrabga olmani hozirlashning sababi nima? Misalga bu mashrab bitib ahırda almını nöbetdeki meşrepke dep nima uchun tayyorlaydi degan savol bo'lish kerak endi. Bu birinchidan buning ikki nimasi bor. Javobida birinchisi uni uyga berib, mana mashrabdan kelganimning belgisi, mashrabga borganimning belgisi bo'ladi. Birinchi. Ikkinchisi, andiki mashrabga bizniki nima chaqirayotgan sahifxona, mashrab olgan sahifxona taklifnoma o'xshash qilib beradigan narsa. Sizning javobingiz uni chaqirish ritida berib o'tiribsiz. Ha, 3-savolga. Mashrabga hozirlangan taomlarning vaqtini kim belgilaydi? Taomning vaqtini Kulbek belgilaydi. 30 o'g'ilni kim boshqaradi? 30 o'g'ilni begim boshliq boshqaradi. 6-cı savol. Arz qilguvchi Qozibekning gunohkorga berilgan jazosiga qarab kechirim so'ralamdi. Kechirimga so'ralamdan. Men savol shunday yozib qoldim. Jazoga mening tushunishimcha bu yerda bizning mayda boshqachalar yozilib qolgan yo biz durust tushunmadikmi? Jazoga tatgan odam o'zining jazoga tatgan odamni yaxlalamdi degan gapmi? Misolga siz birsiga arz qilgan bo'lsangiz, Qozibek onunga chiqqan jazo ig'ir bo'lib ketmasa, shuningdan kechirimni o'zingiz so'ralamsiz. Shunga kechirim qilaylik deb Qozibekdan so'rasangiz bo'ladimi? Siz arzchi bo'lgandan keyin men so'ramayman. So'ramaysiz. Dальше. Jazoning qandaq yenik turlari bor? Masalan, qandaq usullarini qo'llanasizlar mashrabda. Biz mashrabda voy bizning yenik turi yo'qmi kiton? Biz o'ldiraymiz şimdi. Qirib ketmiz degan. Endi hurmatli O'tso'g'il begim boshliq yenik turlari jiq. Biz O'tso'g'ilga yeni kerak jazo bo'lsin desak, havoga usul o'ynatamiz. Birinchi usul. Bu yerda qanchasiga o'tish kerak deydi? 3'sini. Nimishga bilgin depasib. Yenik jazolarni. Xo'sh, yenik jazolardan havoga usul o'ynash. Bir hayvonlarni do'rab berish. Ikkinchisi, uchinchisi bo'lsa, uchi chiqib, okay. Surat solgan. Ajoyib, yomon yosh ko'rmasdim men o'zim. Xo'sh, tamg'i suratini selish. Xo'sh, 8-surat selish. Gultayoqni. Axir Gultayoq degan nima? Gultayoq degan bizning beshida o'rganganimiz gapni ochiq biz Gultayoq deb o'rganmabdimizga oldida. Bayroq deb o'rganibdimizga. Endi mening o'yim Gultayoq deb hozirmi o'tdik Gultayoq deganga. Biroq shu bizning mashrabimizning bayrog'i deb sanaymiz o'shni. Barakallah. Endi javoblarni anladık. Sizlarga rahmat. Buningdan buyuqligimi davomli tirishinglar. Sizlarga utuq tilaymiz. O'rninglarga o'tasanglar bo'ldi. Yana diqqat qilsizlarki, mana bu yerda baholar qo'yilyapti. O'zaro maslahatmi qildigan yerlari bor. Uning hammasi to'g'ri tushunsa deb o'ylayman. Endi biz navbatdagi 30 o'g'ilni sahnaga chaqirdiganga ijozat bo'lsa.
Ruxsatmi? Navbatdagi 30 o'g'ilni sahnaga chaqirdiganqa. Boston Mashribi. Marhamat. Agar vaqt to'lgan bo'lsa, qani unda bo'lsa navbat sizlarga ketib boradi. Mikrofonni Masha akamizga uzatgan bo'lsak, birinchi savol bo'yicha sizning javobingizni anglaylik. Unda bo'lsa, mashrabga kirganda qanday salom berdi? Assalomu alaykum. Hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Endi mashrab bo'lganda ko'rish kerakmi? Xo'p, qapshi. Mashrab kirishning qoidasi assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliqqa salom berib mashrab kiramiz. Birinchi javobi ketdi. Birinchi javobingiz, bu shu oxirgi javobingiz. Hurmatli 30 o'g'il, ana shuni har xil deymiz, har doim endi. Assalomu alaykum begim boshliq, hurmatli 30 o'g'il deydi. Assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliqim deydi. Lekin bu durust atilishi asli. Assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il mashrab begi deyish kerak. O'shundan biroz biz shug'ullanib baqdik. To'g'ri atilishi assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il mashrab begi bo'ldi. Buningdan keyingi mashrabda shunda desak deysiz. Anda bo'lsa ikkinchi savol. Mashrabni yilning qaysi fasllarida o'ynagan? Mashrabni bu mashrabning asli burungi bizning ajdodlar ot bobomiz dehqonchilikni yig'ib olib, kuz paytida mashrabni boshlagan. Barakallah. İkinci cevabımız. Üçüncüsü, meşrep azası meşrepke sebepsiz gelmese kandak ceza kollunudu. Sebepsiz gelmese onu 30 oğul işidir. Dava dasturida. Onun günahı itilip eşede o yeşilidir. Ahırkı cevabımız şu ya. Anda olsa dava dasturida hükümünü kim çıkardı? Dava dasturida hükümünü Qazibek çıkardı. Günahkar öz günahsını setip elişki bolamdı. Özünün günahsını setip elişki bolamdı. Setip elişki boladı 30% setip algını boladı o meşreblerden de. Qalğanda kasıq sep qoysak desin. Özü, misal üçün, mən günahkar olsam, mən özəmnin günahımını setip algılı bulamdı. Olmaydı. Bulamamda. 30 oğul işi de onu. Ahırkı cevabımız şu ya. Anda olsa... 30 oğul işi dediniz mi, bulmaydı dediniz mi? 30 oğul işi de o. 30 oğul işi de o. Guvaçılar qandaq vaqtda qo'llanadi. Misal üçün, iki adam guvaçı bolsa, aşlarını qandaq vaqtda qo'llaydı. Dava dasturida guvaçılar qo'llanadi. Tak. Anda olsa... Ordudan çıkış kayıdısı kandak. Ordudan çıkan kirgandan keyin tutun yeshib, endi bu ish masalasi. Gilan bormi? Chaqan. Ordudan çıkış deydi-da, ordudan çıkış. Hem de şimdi fakat köstüpli berisiz, çıqqanda qanday chiqadi, shuni Chaqan. Yalla balla yardım qilinglar. Qada, ha, mana. O, mana. Oldu. Orada kırıp çıkışını gösterdi. Adır devletimiz mi, kendimiz mi? Endi qaranglar, ha, ko'rinish kesib turibdi. Ha, diqqat qilaylik. Qazılar. Hurmatli qazılar. Qani ordagi odamning chiqishini ko'rsatib. Chiqishini ko'rsatamanmi yo butunlay ko'rsataymi? Chiqishini. Chiqishinimi? Ha, mikrofon. Diqqat qilinglar. Jaza ep oldunuz, endi chiqing. Keyin endi 30 o'g'ilni kechirim so'raydi. O'zining kamchiligini budaqa mashrablarda bir jazo qo'zg'algandan keyin budaqa mashrabda ular ishlarni qilmayveradi, kechirim so'rab, shundan bilan keyincha Sizning javobingiz. Rahmat. Anda bo'lsa 8-chi savolimiz. 8-chi savolimiz siz ordudan chiqib Mashrab novuti sizga kelganda siz dasturxonni mo'l yeyib, hattoki ortiq qimmat baholiq taomlarni 30 o'g'lingizga rastlashingizga bo'lamdi. Navbat sizda. Shu vaqtda mashrabda. Endi uni asli sırapçılık bo'lmash kerak, bo'lmaydi. Sırapçılık bo'lmash kerak. Sizning javobingiz bo'lmaydi. Shunaqa. Bo'lmaydi. Xo'p, unda bo'lsa 8 savolga to'liq javob bergan komandaga ko'p minnatdorlik bildiramiz. Bir chavaklar bilan qani o'rniga ustib qo'ygan bo'lsak, marhamat qilib. Rahmat, 30 o'g'il.
Deyxan 30 oğulluq keldik qo deymi. Merhamet. Qanday bo'lsa, Mashrab ahli vaqt to'lgan bo'lsa, mikrofonni sizlarga uzatayli. Mashadiki bizning, mana mikrofonimiz. Men birdan savolni o'qib beraymi yo o'zingiz o'qib beraymi? Anda bo'lsa, 6-bilet bo'yicha sizning birinchi savolingiz. Mashrabning har bir a'zosi Mashrabning rasm qoidalarini ham baglarning vazifalarini to'liq bilish kerakmi? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. To'liq bilishi kerak deyman. Sizning javobingiz to'liq bilish kerak. Ikkinchi savol. Mashrabga mashrab a'zosi ma'lum sabablar bilan it qo'yib kelinmay qolsa, u masala qanday qaraladi? Siz it qo'yib mashrabga kelinmagan bo'lsangiz, navbatdagi kelasi mashrabda sizning masalangizni qanday qaraydi? Endi ma'lum bir sabablarni burunroq it qo'ygandan menimcha uni qarmaydi endi. Uni qarmaydi-da. Sizning javobingiz shunday. Uchinchi, Qozibek degan kim va uning vazifasi? Qozibek degan u sudya. Endi hukmlarni chiqargan. Mashrabning hukmi. Mashrabda jazo hukmi chiqargan sudya. Jazo kechirim emrimni chiqargan kishi. Uning vazifasi shu. To'liq javobingiz mushu bo'lsa, 4-savolga ko'chimiz. Qozibekning gunohkorga chiqargan hukmidan keyin 30 o'g'ilning so'rab elishi bilan qanchalik mo'ljarda kechirgili bo'ladi? Masalan, Qozibek bir odamga hukm chiqarib bo'ldi. 30 o'g'il so'rasa, qanchalik mo'ljarda ashuni kechirishga bo'ladi? Inji qaşı 20 gacha deyman. 50% deb hisoblaysiz. Sizning javobingiz 50%. 50%. Anda olsa 4-savol, qanday paytda baglarni o'rnidan elish kerak? Agarda o'rnidan 5-savol. Qanday paytda baglarni o'rnidan elish kerak? Zapaslar qilish kerak. Gunohlari bo'lgan bo'lsa, bagning gunosi bo'lsa, bagning gunosi bo'lsa, yo bo'lsa og'rib qalsa, tan salomatligiga bo'ladi deb bilaylik buni. Her türlü bir işler çıkanı ki özünü kendi üyütüşçüdeki bir işleri çıkasa İvitiş gerek hocam. İvitiş gerek. Hem de öz soraydı da ornunu benim. Eğer özü sormasa? Hem sormasa hem de bunu 30 oğul işti demem. Ha hop. O cevabımızın. Yani şundaklı öz vazifesini attıramsa orada deyiydi o. Öz vazifesini. Yeterli olamsa. Doğru. 6. so'ralıngiz. Ordaga tushkichining gunosi bor yo'qligini kim ayirib berdi? Ordaga tushgan odamning gunosi bormi yo'qmi shuni kim aniqlaydi eng oxirida? 30 o'g'il. 30 o'g'il. Javobingiz qisqacha 30 o'g'il bo'ldi. 7. Sayibxonni o'z uyida taomga nisbatan davo dasturiga tatsi bo'lamdi. Misolga jozini andaq raslapsa, mundaq raslapsa deb o'zining uyida Sayibxonni jazolashga bo'lamdi. Bo'lmaydi, uni keldigan mashrabda yeshidi uni. Uni keldigan mashrab yeshidi. 8. savol. Gul tayoq mashrab jarayonida sunsa, uningga javobgarchilik bormi? Uningga bor javobgarchilik bor uning. Uningga javobgarchilik bor, Bor. Anda olsa 8 savolga javobini angladinglar. Bahoringlarni yezib o'tag'aysizlar, 30 o'g'ilga rahmat. Bundan keyin bu aql tilaymiz. Rahmat sizga. Rahmatki Avezov nahiyasi do'stlik 30 o'g'ili bir chavaqlar bilan qo'llab turaylik. Birinchi savol. O'zingiz o'qasizmi, o'qaymi? O'qib beray. Mashrab ko'rgan va ko'rmagan bolaning farqi qanday? Mashrab ko'rgan va ko'rmagan bolaning farqi endi qanday bilgin bo'ldi? Har holda salomdan, menish turishidan, cho'nglarga hurmatidan va hurmat qilmagandan bo'ldi. Men ashtaq deb olma. Shuningdan mashrabninki, mashrab ko'rgan, ko'rmagan bola keldigini farqlab olamiz. Har holda salomga qarab bilgin bo'ldi. Assalomu alaykum aka deb kelsa, bu mashrab ko'rgan bola dedi. Salom bratan deb qo'ysa, mashrab ko'rmagan deb qo'ydi uni. Endi buni javobi tushunsak. Endi ikkinchi savolga hal keçelim. Davo dasturida Paşa begim mashrab ahlini o'ltirish shartlariga qanday taklif qildi? Paşa bek qanday taklif qildi o'tirish vaqtida? Misolga gunohkor bo'lsa, avval deydi. Salom berdim-u. Yo'q bo'lsa, so'z vaqti so'z. Savolni to'g'ri tushundim. Paşa bek mana davo dasturi bo'limi boshlandi. Shu vaqtida 30 o'g'ilni qanday o'tag'izdi? Qo'shtiz marhamat deydi, hammasi qo'shtiz qilib kutdi. Undan keyin Gilem qo'y yil bo'lgandan keyin bekdan so'radi. Bek boshlashga ruxsatmi? Bek ruxsat bergandan keyin boshlab mangsa. Sizning to'liq javobingiz bo'sh bo'ldi hisoblandimi? Anda bo'lsa
biz to'xtab turinglar. Dikkat qilinglar. Shuning bilan boshlandı bo'ldi. Kapşık dikkat qilinglar shuning bilan boshlandı. 3-chi savol. Gunohkor o'zining jazosini setib olmoqchi bo'lsa, uning mo'lcharini kim belgilab berdi? Ya misalga baytın beri dedi o setilish bo'lmaydi dedi. Agar ruxsat bo'lsa. Ya, ularning javobi setilish bo'lmaydi degan bayqi 30 o'g'ilning javobi. Bo'lamdi, bo'lmamdi, uni keyin ayada deydi. Sizning javobingiz. Agar setilish bo'lsa, uni kim ashining mo'lcharini kim mo'lcharlab berdi shu javobni? Agar bo'lsa qancha kim belgilab berdi? Kim belgilab berdi? Bek belgilash kerak. Qazibek belgilash kerak. Bek bilan maslahatlashib. Tak, anda bo'lsa diqqat qilaylik. Tak diqqat qilaylik. Javob qanday bo'ldi shuning bilan? Kim belgilaydi? Aniq javobni. Qazibek belgilaydi. Qazibek belgilaydi. Sizning javobingiz shu bo'lsa. 4-inchisi, arzi tushgan javobgar o'rniga kimning buyrug'i bilan kirdi? Men menga birsi arzi qilgan bo'lsa, men o'rniga kimning buyrug'i bilan kirman? Bekning buyrug'i bilan. Paşap, Bekning buyrug'i bilan men kirman shu yerga. Paşapning Bekning buyrug'i bilan. Men kirmenke Bekning Paşapning buyrug'i bilan. Bekdan so'ra. Paşapning mi Bekiningmi? Aniq bo'lsin. Bu savol hesaplanmamdi. Tak, buna qilaylik. 5-savol. O'rniga kirish qoidasi qandaq? Pravila. Qoida qandaq o'rniga kirish qoidasi. Birinchi assalom berib, oyoq kiyimini yechib, oltishlab kirib, keyinchilab chiqsa. Sredniy jazoni qandaq berdi? Qandaq bo'ldi? Sredniy jazo degan qandaq bo'ldi? Ham sredniy yinlik jazo bo'lganda havo o'ynab berish bo'ldi. O'rta jazo. O'rta jazo bo'lsa. O'rta jazo. Qani o'rta degan shu. Beliq tutishlarim bo'ldi. Ham jiqqa yinlik o'rta jazo. Yenigi o'ttirisi ig'ir jazo. 3 turga bo'lib o'tadi-da aytganda. O'ttirisi bo'ldi, ig'ir bo'ldi, ham o'tirdikim bo'ldi. Ha, shu o'tirdikisining qandaqroq bo'ldi? Beliq tutish, samsi yiqish, samsi yiqish, havo g'usul o'ynash. Tushunishlik. Xo'sh, qani. 7-chi savolga ko'chsak bo'lamdi? Bo'ldi. 7-chi savolga ko'chsak, gul tayoq jutsa, javobgarchiligi qandaq? Agar gul tayoq jutgansa, uning qandaq javobgarchiligi bor? Gul tayoq jutsa, jutgan adam bir mashrabni bo'yniga elib, gul tayoqni keyingi mashrab aklib, kechirim so'rab, ashtaq bo'ldi. Mashrab gul tayoqni jutgan adam uni bir mashrab berib, kechirim so'raydi, gul tayoqni o'rniga qo'ydi. Bo'ldi. Qani. Sizning javobingiz so'ra. 8-savol keldik. Dasturxonning qoidasining buzilgan yoki buzilmaganligini kim belgilaydi? Dasturxondagi qoida buzildi yoki buzilmadi deb kim dalalaydi? Kim chiqirdi unga? Bek Qazibekni so'raydi. Voy, Ko'lbekni so'raydi. Ko'lbekni so'raydi. Sizning oxirgi javobingiz Ko'lbekni so'raydi. Ko'lbek arib berdi, ya. Unda bo'lsa, sizlarning javoblaringizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Mana o'sha 3-bosqichniki oxirgi komandasi o'zining tegishli javoblarini berdi. Endi men bu yerda ijozat so'rayman, xatolashmasam bir ozroq tanaffusni va'da qilgan edi. Agar ijozat bersa, shu biz tanaffusni o'rinlashtirib olsak. Hurmatli qozilar, boyaqi 3-bosqich bo'yicha 30 o'g'il musobaqasining baholarini hozir sizlar endi o'zingizlarning daftaringizga qarab ko'tarib turadigan vaqt yetdi. Unda bo'lsa, birinchi bo'lib sahnaga chiqqan Qalqaman 30 o'g'lininki javobiga qo'ygan baholaringlarni ko'targan bo'lsanglar. Hammanglar to'liq ko'tarib olsanglar, men atsam, hisoblovchi komissiya yozgan bo'lsa 4 5 4 Yezib bo'ldi-ku. İkincisi, Çelek 30 o'g'lininki baholari. Yana bir 4 3 5. Endi Alatav 30 o'g'lininki baholari.
Alata 30 oğulunun bahaları. Qani Alata 12. 4 5 Bostan meşribinin bahaları. Bostan meşribinin bahaları. Bostan meşribi. To'xtab turinglar, kichkina ko'tarib turinglar, Hamda iltimos sizlardan, hamda Sabrka, siz bahani ko'targanmisiz? 4 5 Anda olsa Dixan 30 oğlunun bahaları. Dixan 5 Saplı 5. En ahırda Dostluk 30 oğlunun bahaları. Dostluk'un ki bahaları. 4 Qani yana bir yana bir qazi azasi. Qani to'xtanglar. 4 5 Endiki növbət özənglərdə. Assalamu alaykum 30 oğul degan başlıq. Bugün endi bunu birinci qitim bo'layotgani üçün nayte ko'ngillik yaxshi bo'layotdi. Hammanglarga birli deydigan biz cho'ng bo'lib qoldik. Milliy hissiyat bo'lib, turli diniy xurofotliklarga, turli alkashlik ishlarga berilmay, yoshlarımızın mashtaq kelib qatnashmaganiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bo'libmi Turksip rayonunun ballarının hammasining bir xil qirqib qo'ygandek yosh bolalarni yig'ib akaganiga begimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Qani, shotnikamizsi? Anda bo'lsa, umumiy hisobini siz chiqarib aytgan bo'lsangiz, endi bu bosqichda men xatolashmasam, ikki komanda o'yindan 3-bosqich chetlash kerak. 3-bosqichning javobini hisobini. Assalomu alaykum yana. 3-bosqich. Alata 30 o'g'li 22. Dixan 30 o'g'li 25. Dostluk 30 o'g'li 23. Bostan 30 o'g'li 24. Kalkaman 30 o'g'li 21. Çelek 30 o'g'li 20. Endi bayatın Moşu meşrepte bunday aytganda qo'l uzmay yordam qilayotgan Sokrat inimizdan bir jup latifa anglab qolaylik. Bir chavak bo'lsa. Yaxshi gapir, yaxshi. Rahmat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bugungi barliqlarni bayramlar bilan tabriklaymiz. Bugungi Moşu milletimizning orasida bo'layotgan mashrabimizning konkursini uyushtirgan Burxon akamiz boshliq, barliq Olmut shaharlik Uyg'ur yigit boshlarining bugungi mana mashrablarni muborak bo'lsin deyman. Baytan beri nihoyatda chiroyli 5 yildan boshlayapmiz. Biz o'ylagan Sulton Qo'rg'on yoshlarga cho'ng bir rahmat. Kelajagimizda o'sha ota-bobomizdan kelayotgan mashrabimizni kelasi yoshlarımızga davomlashtirilgan mana yosh bolalarimizga ularga bir rahmatimizni aytamiz. Hammalarga bir cho'ng bir rahmat. Endi mayli mashrab boshlanmadi, latifa deb chiqirib qo'ydi. Mashrab emas bu konkurs, men mashrab til chaqchaq qilma. Bugun ko'nglimiz yerim ancha so'zlayapmiz. Yerkatdan nurg'un odam kelmabdi. Nurim sen shukurga chaqiryapti. Mashrabni qavmont qilmaydi qilsizlar degandek bo'ldi. Nurim kuhniga qarab mangdim qavmont qilmaydi qanda. Bugun ya menigini yegini bo'lmaydi Sabrka. Moş Nurim niyali, moş yaqinda haramlarga berib keldi, moş halol, pakkizmish. Nima degan pishiq bola mana dod sepagan xotin bul teq turyapti, haramlarga berib keldi. Biz Rustam ikkimiz 3-4 xotinni nomig'amsak, dono berib kelatdik, qana. Mening bir savolim bor deb Burxon aka. Mashrab ahliga 4 xotindan nurg'un og'in bo'lamdi. Hayvanotlar bo'ldi, o'taklar bo'ldi. Rustam sen meni qatarib qo'ymaysan tashqi. Og'ir qism qo'yvat.
Mana Latif. Hoş, gene, merhamet. Başladık mı? Hemen de olsa. Umumiy hesap. Alatau 30 oğlu 67, Dixan 67, Dostluk 69, Bostan 64, Kalkaman 30 oğlu 61, Çelek 30 oğlu 66. Manonla en umumi 3 bölümde en azalgan 61 Kalkaman. Yani birisi Bostan 64. Anda olsa 4. basqışqa kötürüldük. Söz var mı? Ha, merhaba. Umumi bir. Assalamu alaikum 30. Assalamu alaikum 30 okul. Muşu ben fakat işkiğiz izah et berem şu bahalara. Şimdi suallar sizler görüyorsunuz, şimdi suallar her türlü. Ben suallar ki o çok inik cevap verdiğin suallar, bazıları kındak mürekkeberek. Şunun ki bizge şu jüri azalarına biraz şu suallara yaxşırak neme baha beriş kıyınarak oldu. Çünkü bırak şundak basma biz eğer toluk cevap verem sanlama hem de asasi ideyalar bolsa şularni toluk cevap bergen dep hesaplavatımız. Şunun için bırak her halde şu bahalaş jarayonda endi u bir qiyin jarayon her türlü nemle boluşu mümkün. Hazır şu 5 adam baha berip atkandan keyin bahalar tanışılıp, menimce tanışılıp birisi azroq berse, ham birisi jiqroq beradi. Shuning uchun umumiy natijasi menimcha obyektiv chiqyapti bahalar. Shuning uchun bu yerda hech qanday qapshilik bo'lmash kerak. Biz dedik, bizning prinsipimiz shu olimpiyskiy prinsipga o'xshash главное участие а не победа дегендек, мушу катнашканларыңла эң мушу мөһим нәрсә мушу силәрнең катнашканлыгыңла. Шуның өчен аннан кин мәшрәпнеме бу беренче кытым муштак неме булатыды, мусабак булатыды. Мәшрәпне без canlı tutuşumuz gerek. Şununla şu faaliyet yapıp atıyordu. Hemmanlar rahmet, yaxşı tayarlanıp gelgenler rahmet. Yani kalganlarga hem de utuq tilayma yemir basmışta. Rahmet. Rahmet. İkinci basmışta birinci bolup meydanlık keldiğen Çelek 30 oğlu. Bu basqış dava desturdan körünüş. Belgilik bir ahvalını etidu. Meşrep ehlide yüz bergen ahvalını etidu. Şu ahvalını dava desturda kandak yişidu. Şunu bir yerde bizge namayış qıp beriş. Anda olsa çavugunlar bilen Çelek 30 oğlu sahnede. Sizler dava desturunun körünüşünü meşede saxilleştirip berişinglar kerak. Haqiqiy turda qamlaştırıp berişinglarni ümid qilamiz. Qandaq boludu? Qazi Beknimdeydi, Begnimdeydi, başlap qandaq orundaydı, jazalanğuchining roli qanday olsa, marhamat biringlar kelib meşeden savolni olgan bo'lsanglar. Mayda, ustaldan bolla qani. Ustal kerak bo'lsa, hayt o'ytdaysizlar. Ustal. Şu üstellerde şu basqış tüküşü turdu deyme xatalaşmışsam. Şu 4. basqış ötküçe üsteller orunda qalibegine duruz. Anda olsa sizlerge berilgen tapşırmış şundaq. Bununla tayarlıq vakti ketmeydi aslında. Sizler derhal orundaysınlar sebebi her qandaq ahvalını meşrep yeşinin yolunu biliş şart. Şoňlaşqa deydiğimiz ikinci bilet çıktı. Bunun da sualımdaq. Mesela Ahmet özünün salametligi bolmay ağırıp atымен dep yalgan etip meşrepke katlaşmadı. Bırak şu günü ispatlar bilen bir toyda onun sağ salamet oynap jürgenligi eniqlandı. Mana erzi düştü. Bu meseleni moşu top kandak yişidu. Assalamu alaikum, hürmetlik 30 oğul begin başlıq. Ana aldınqı meşrepte Ahmetcan bizden meşrep kelemigen ağırıp atma dep bir mod sebeplerden kelemidi. Şu aşı meşrepten keyin çıkıp qarsak u bal toyda oynap жүрüptü. Şu aşınınga bir jaza қолынышқа qanday qaraysызlar? Assalamu alaikum, Oso begim başlıq. Davarыңызны Пашапай қобыл қылдық. Әмәт ордық çıksınız siz. Begim başlıq, bundan keyin men öz xatarımni kechirim so'rayman. Siz bundan keyin qaytalanmaydi. Deb kechirim so'rayman. Xo'sh.
Qani? Çavaqlar olsun. Xo'sh, qani endi bu Mashina bilan sizlarning ko'rinish tamom bo'ldi deb hisoblaymizmi, e'tirof qilamizmi? Ikkinchi komandani chaqirishga ruxsat qilinglar. Alatov 30 o'g'li. Ana bo'lsa jamiyatimiz jam bo'lgan bo'lsa, sizlarga topshirma shunday ekan. Birinchi nomerlik bilet sizlarga chiqibdi. Uning savoli tuvangicha. Masalan, Ahmet bilan Samet bir jiroq yerga Ahmetning mashinasida nazarga bordi. Qaytganda Samet ma'lum bir sabab bilan ozroq kechikib chiqdi. Qarasa Ahmet uni tashlab ketibdi. Samet qattiq xafa bo'lib, andin mashina tepib, aldirash bir to'yga bordi. Tashlab ketgan og'inisi shu to'yda o'ynab yurgan. Mana arzi tushdi. Bu masalani qanday yechsizlar? Tushunishmi bolalar? Xapchik diqqat. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, Mashrab begi, davo dastur vaqti kelib qopti. Qo'shtiz. Hurmatli 30 o'g'il, bizning davo dasturda arz tushibdi. Bir og'inimiz nazarlarga berib, yomg'ir og'inimizda yashab o'tib o'z to'yiga ketib qopti. Endi o'rda ochiq. Sizga, Rayimjon, siz o'tirib chiqing. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, Mashrab begi. O'rtaga chaqiribsiz, nima sabab? Bizning 30 o'g'ilning guli Ahmet og'inimizni nazarda tashlab qo'yib, o'zingiz to'yga ketib qopsiz, unutib qopsiz. Nima sabab shunda bo'lib ketdi? O'zim bir ishlar bilan aldirab, ham telefon qanday o'zim telefon ko'tamay, aldirab ishlar bilan ketib qolgandim. Kimning qanday yana fikrlari bor? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, Mashrab begi. Bu og'inimizning intayin xatolik chiqibdi. Unutib qopti og'inisini bir mashrab o'ynagandan keyin bu og'inimizning gunohi bor deb o'ylayman. Ruxsatmi? Yana kimdan gapirdi? Assalomu alaykum, 30 o'g'il begim boshliq. 30 o'g'limizning guli Renatningki gunohi bor deb hisoblayman. Bir kishi kadam so'zildimi? Şu sorsak. Azbek'de özlük cezası çıkarsın. Hürmetlik 30 o'g'il begim boshliq. Endi bu 30 o'g'ilning guli bir sabablar bilan tashlab ketibdi. Ip ketmabdi, endi kelishgandan keyin. Endi bu 30 o'g'ilning gunohi bor deb 30 o'g'ilning gullari yetdi. Endi buning gunohi 10 somsa yoqaydi. Xo'sh, mayli, qani, chaqir. Ma'qul. Endi mana bizning 30 o'g'ilning guliga 10 ta samsa jazo jerman qildi. Endi aqlaydi g'ala bo'lsa. 30 o'g'il. Qapchik. Diqqat qilaylik. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bu Samat og'inimizniki gunosi men yo'q deb o'ylagandim. Sababi bu og'inimiz bu og'inimizga telefon qilibdi. Shu telefon qilgandan keyin bu og'inimiz olmagandan keyin bu og'inimiz ketib qolibdi. Nima sabab bilan olmadi? Biroq bu og'inimiz telefon qilibdi. Telefon qilgani rasmi yo'g'anman o'zi tashladi dedi. Endi bu og'inimizga 10 samsa dedilar. Shuning 2 samsini kechirim qilsak. Ruxsat qilsam. Yana kimniki bor? Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, Mashrab begi. Endi yana bo'lsa shu og'inimizniki gunosi bor. Biroq shu gunosini bizniki Mashrabimiz endi oddillik bilan yana bir ishkini kechirsak ruxsat qilsangiz. Sabab. Endi sababi endi bu og'inimiz telefon qilgandan keyin shu telefonim endi bir anglanmay qolgan. Shu sabab bilan men yana ishki samsini kechirim qilsam deyman. Uni Renat deb bo'ldi uni. Kichik Renat dedi uni. Ashtan bo'ldi deb. Sen boshqa demamsan. Endi bu og'inimizniki
qilayotgan ishlarimiz o'zimiz bilamiz 30 o'g'il begi boshliq. Yana bo'lsa-mu buniki ulg'ayacak. Yana bo'lsa-mu bizniki mush mashrabimizga qilayotgan ishlar yomon urg'on. O'sha qanchalik 30 o'g'ilmizning qancha ishlari bo'lsa, shu ishlardan hech qachon qolmaydigan bir 30 o'g'ilning guli bu. Shunga hurmatli begim, ashu mening deganimga qo'shilsangiz. Rahmat. Ruxsat bo'lsa. Haqani. Hurmatli 30 o'g'il, 30 o'g'ilning guli Samat Ag'ina Mashada mana 10 tal jazoga 20 qo'ygan deb Qazbek 4-ni tatib oldi. Endi 30 uchun endi jazo oldigan. Jazo Cazasını aldığınlar 30 oldu. 8 samsi yakımız dep cazasını verdik. 6 4'sünü geçirim soru aldı. Şunun için ruhsat kısanlar cazasını verin. Ordunuzga oturun. Oldu yaxshi. Şuna bilan seninki dava dastur ko'rinishi moshina bilan tamam bo'ldi deb e'tirof qildingizmi? Xo'sh. Elib qo'sharinglar yo'q. Yo'q, qo'shmayman. Bo'ldi, qani. Qana bo'lsa, ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Barakallah. Bu ko'rinishlarni ko'ryapsizlar. Haqiqatan buni baholamoqmi, juri a'zolarga osonlik tushayotgan yeri yo'q, o'ng'ay tushayotgan yeri yo'q. To'g'ri tushunishimiz kerak. Hamda ba'zi chaqda bu yoqqa tatsa harosunib, bu yoqqa tatsa o'kiz o'ldigan paytlar bo'ladi. Bundaq narsani hammamiz yaxshi sezimiz. Bu qazlarga shundaq ig'ir ahvollar keldi. Shuning uchun biz qo'ygan baholarga qanoatlanaylik. Mümkün qadar. Biz 3-chi komandani sahnaga chaqirib olaylik. Navbatda Dehqon 30 o'g'li. Marhamat. Buni davo dasturida qanday qaraysizlar? Qisqacha aytganda, sizlarga tushuntiraylik. 6 odam jiroq bir yerga to'yga berib qo'nadi. Bularninki 4ti bir uyda qo'nadi, yana ikkisi bir uyda qo'nadi. Shuning bilan 4 odam qo'ngan uydagi, mushu mashrabdan bo'lgan 4ti qo'ngan uyda etiganligi soat 5'te taksis keldi. Bular uyning egilerini o'qatmaylar, xijolat bo'lib taksi bilan ketib qoldi. Uyning egilari turib qarsa, bularning uyidagi 4 mehmon yo'q. Shuning bilan bularni izlab, yana mushlar bilan birga kelgan bolalarning qo'ngan uyiga xabar qildi. Bizning uyda qo'ngan 4 bola yo'q. Ketib qopti, xabarlamabdi, ketdik demabdi, deydi. Shuning bilan u ikki bola bu gapni anglab qaytadan gap chiqirdi, chaqchaq qilib. O 4ti o'zlari qo'ngan uyda etganligi uyning egilarini o'qatmay, shu uydan qimmat bir narsalarni o'g'lab ketibdi deb chaqchaq qildi. Chaqchaq bara rastqa aylanib, xalqning ichida bu purib ketdi. Ular gunoh bo'lmasa-mu, shunday bir gunoh qilgandek ahvolda qoldi. Shuning bilan buni u 4ti kelib mashrabga arz qildi. Bizni maşındaq bir uyda qo'nib ketganligimizdan o'g'irlikni gumon qilyapti. Bu gapni taqatgan bizning ikki og'inimiz. Biz shularning ustidan arzi qilg'ili keldik. Shularni bir jazoga tatsanglar deydi. Abayamki yağan chaqchaqni to'qib, oxiri rastqa aylanib ketgan ikki odamning ustidan tushgan arz. Sizlar endi shuni mishada naq maydonda ko'rsatsangiz. Assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliq. Davo dasturini boshlashga ruxsat qilsanglar. Xo'p, ruxsat. Bu yerda mashta hozir oldinglar. Davo tushdi. Ikki bizniki og'aynimizga hozir ular oldiga chiqdi. Xo'p, chiqsin. Ruxsat. Samatmi bu? Amatli Samat. Xo'shsiz. Bo'ldi, hukm chiqarib oldi. 50 ming qo'ynimni qo'ysizlar. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Mashrabga bundan keyin bunday ishlar qaytarilmaydi. Kechiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Bundan keyin bunday bo'lmaydi. Biz endi o'qitib, hammamiz bilib mang'an bo'lamiz. Kechiringlar. Xo'p, kechadi. Ruxsatmi begim? Ruxsat. O'rinlar bering. Endi o'rninglarga o'tiringlar. Bo'ldi. Senin ko'rinishinglar mashagichi bo'ldimi? Bo'ldi. Buning bu yoqqa elib qo'sharinglar yo'q bo'lsa, biz sizlarni uzatib, navbatdagi komandani qarshi olsak. Rahmat sizlarga. Navbatda mening xatolashmasam,
bir de komanda kaldı dostluk 30 oğlu. Şular özlerden ki mesela imtihanını tapşırıp etse kazılar neticesini çıkarıp bizge elan kıldı. Dostluk, merhamet. Meşrepten kaytıp üyüge bağmay. Arlıqda 3 saat öt ketkende üydekileri meşrep xever kıldı. Meşrep ketken Ahmet kemidi. Degende 30 oğlu izlep aşı Ahmet özünün üyüge yetmey, bir 4-5 oy yetmegen birisinin üyüdün tep oldu. Şunun bilen endi bunu meşrepke dağ keltiyordun dep cazalaş peyti sizlerinin qalağladı. Merhamet görünüş sizlerden olsun. Dikkat. Hoş, hürmetli begim. 3. bölümümüz dava destur bölüm kip kaldık. Başlaş ruhsat mı? Ruhsat. Mana hazır erzler düştü, üzanla anıldığınla bizden akımız meşrepten keyin uyga bormay bir ağinsin uyda yetkilip meşrepimizge dağ keltiripti. Şu akımızını orada tatış ruhsat mı? Ruhsat bolsa Alımcan aka çıkan bolsanız nem sebepten uyga bormadınız? Hem ağiningizning uyda qo'nqog'ingizni dal olib bering. Hakkını dikkat kılaylı. Assalomu alaykum o'ttiz o'g'il Meşrep beki. Ben meşrepten çıkıp uyga ketip berip bir uzundan ko'rmagan bir aqidamni uchirib qoldim. Shuning bilan meningdagi gunoh uyga telefon qilganini unutib qolibman. Telefon qilganini unutib qilib, shu aqidamizda uzun ko'rishmagan, ikkimiz burunqi ishlarimizni eslab, aslında uyda bir 2 soat uyga kechikib bordim. Gunohim bor. Begim gunohim bor dedi. Qani 30 o'g'il, qanday fikrlar bor? 30 o'g'il. 30 o'g'limizning guli Alımcan aka. Assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il, begim boshliq. Men o'ylaymanki bu ag'inimizniki gunohi bor deb. Nimashga desanlar, endi meşrepten qaytib, uddun uyga boradigan bizniki vazifamiz. Bu bizniki ag'inimiz xato ish qildi, gunohi bor deyman. Xo'sh, yana qanday fikrlar bor 30 o'g'il? 30 o'g'limizning guli qani marhamat aka. Assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshliq. Endi bu ag'inimizniki gunohi yo'q deyman bu. Biraz bu neçizin görüşmege ağensini görüp gelip bu teklif kılgandıki bu köngülçek özüme. Bu bade otada oturup kaldı da oylayma. Ben oylayma nasıl yok? Günahı yok dedi. Kene merhamet bir adam yok dedi bir akımız ya yani bir 30 oğlumuzun geli merhamet edin. Assalamu alaykum 30 o'g'il Meşrep begi. Bu akımızın günahı var. Birinchidan meşrepni obro'yini tushadi. Xo'sh. U ikkinchidan uydagilar ansirab ko'chiq chiqibdi, ne ketdi deb. Endi hozir zaman ansiz zaman. Bir uydagilarga aytib qo'ymasak, hozir bir o'ltirayotgandan anglayapmiz, urayotgandan anglayapmiz. Shuning uchun siz cho'p-cho'ng bo'lib qolgan odam uyingizga, ko'rishmagan og'iningizning uyingizga ketishingiz kerakdi. Ya birinchi telefon qo'yib, undan keyin nim qilsanglar, shuni qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun gunohi bor. Gunohi bor. Hoş begim. İşki akımız günahı var dedi, bir akımız günahı yok dedi. Akımızın günahı var. Hem de üzerine bir hüküm çıkaran basanlar. Endi assalomu alaykum. Meşrep ahli begim boshliq. Biz hozir begimiz bilan maslahat qildik. Endi bu jazo deganda hammamizniki samseqish, butu sanash degan bu her bir vücudumuzda, her bir vatanniki, her bir yiyizniki, o'ziniki jazolarni turttirar var ki. Bizim halkımızda birinchi ko'p so'zlab ketsa yoki bu gunohni qilsa og'ziga tong chilt qo'yib, uning gunohlarini men 10 tanga deb og'ziga chiltishni gunohlikka jazoga tortyapman 10 tanga. 10 tanga dedi. 10 tanga tishlaysizga aka. Qani mayda ivog'uchilar bormi yana? Köp bo'lib ketdi o. Qani 30 o'g'ilning guli akimizga. İşçi ağır atıdı akımızga. Assalomu alaykum 30 o'g'il begim boshlig'imda rost bu aqinam yiqin menga. Ko'nglim. Bu 3 tankini men nim qilsam. Dikkat, hepşik. 3'ünü ivasam deydi. Men işki tengini yivalay. Ya vallahi tengin dedi. Tanga ne? Tangani alayım. Tanga. Qanday yivasiz onu? Boynum qalma dedi tangısını. Şunun bilen
Общий. Mukum 10 tanga çişiltimiz dedik. 3 tane akımız aldı, 2'sini akımız iyi aldı. Yani 5 tanga 5 tal tanga çişleydi. 5 tanganı çişiltimiz akımızga. Hadi. Kalan 5 tangını özleri çişlemdi. Ya. Allah, sorgalla. Çişiltimiz de hem de boynu kalgandekin. Ben çişleydim ya, keçürüteyle de. Keçürüteyle degen niyeti davat iste bula. Getirimiz de hemen. Hoş. Sağ. Endi bu situasyonu biz keyin joyla bahalaydı. Şoңlашқа biz походу bu situasyonu түзүшү болмайды. Bular özünün çamının yetkiçi kösüş gerek. Baha bir yaktan çıkış gerek. Şuna olsa kene 5 tanga çıkkan bolsa 5 tangımız kayda. Kene jaza amelga aşırsın. Mana 5 tangını çıkarıp ananı endi tanga çişler degan özüңлар bilse halkımızda tepkiş turgan sözlemey turgan adamni tanga çişlep almagansa sözlememse dep koydu gayaları bar. Hem de bu yerda tanganın ornuga çöpüs ketip bardı. Hem de onu kene ordaga çıkkan Orada çıkan bolsanız şu tanglan aklap yensiz. Tanga hesabıda buludu. Akılmay ağzınızı salamsız özünüz bilsiz. Hesap dedi. Hesap mı? Akılmamda mı akılma? Ha. Öz aka naborot işlep aldınız bunu. Endi to'g'ri. Hesap ko. Bu buyoq endi tanga tishlab olgan odamdek so'zlaydi-da, endi to'g'ri. Durust. Mana buyoq kechirim so'raydi degan amalni topdi. Ha. Qani marhamat. Mikrofon begim tarjima qilmaysiz, mikrofonni o'ziga bersiz. Tanga tishlab olgan sen. Dikkat kılaydı. O zaman kömüge akidemge hemen davet etmedi. Dikkat. Buna yakın başarılar oluyor. Hoş. Görünüşümüz medniyim tamam bolgan bolsa Kire aka. Mikrofonda elip. Endi meyde bizden kölbege deyme. Bu nasıl yok dedi. Başı yok neymiş dedi şunu bir sebebini etken bolsa. Bu nasıl yok akımız. Sebebi endi köngülü yıkın akınam. Endi bir tal ağızın tep 30 oğlunu öydün kişisi turguzuydu. Hemiz izleşip kiripti. Özünün köngül yumuşak o. Çıkardı o. Hürmetlik 30 oğul Meşrep Begi. Bunundaki onda işler kayıtlanmaydı. Ve keçiritanlar. Bununki onda işler katlan. Başka olmaydı. Rahmet. Çilek 30 oğlu birinci bulup sahneye çıkan dava dasturdan görünüş gösterken Çilek 30 oğlunun bahalarını veringlar. Çilek 30 oğlununki. Tamam. Dikkat. Çilek 30 oğlunun dava dasturu köşkçi. 3 4 Rahmet. Çilek 30 oğlununkini yezip ülgegen bolsаңlar, biz nöbetdeki Alatau 30 oğlunun bahalarını göreyli. Alatau 30 oğlunun bahaları. 4 5 Yezip ülgün atkan bolsаңlar, nöbet Deyxan 30 oğlununki. Deyxan 30 oğlununki. Köstüңlar. 3 Tak. Endiki ahırkısı dostluk 30 oğlunun bahaları. Dikkat. 4 5 Dördüncü baha. Alatau 21. Deyxan 15. Dostluk 23. Çilek 18 oldu. Ömrünün beğeni
Tozutmay yaşa, ümitning gülünü kurutmay yaşa. Her kimning taqdiri tedbirge bağlıq, ademlik borçunu unutmay yaşa deb bizning ömrümüzning beg'ida nima bor desek, moshundaq meşrepte yüz görüşüvatgan yaqinlarimiz, dost birodarlarimiz, xalqimiz bor. Ümitimizning guli kelajak keynimizde kevatgan avlodlarimiz. Hamda moshu ömürni qandaq köz aldığı keltirip qandaq yaşaş her bir insanның özünün tedbiriga bağlıq. Şoңlashqa bugün biz meşede ademlik borcumuzni bilip, moshu meşrep bizning xalqimizning bir urf odatiningki ajoyib bir ko'rinishi deb bilib kelib o'tirmiz. Şoңlashqa qadrli qarindoshlar, assalomu alaykum. Meşrep ehli. Endi nim deymiz? Hammamiz mush meşrepning nima ekanligini bilamiz. Biroq bugun mana meşrep boshqacha bo'ldi. Endi Burxondan ufqa qara, seniki mushu tashabbuskorligingni, har qanday ishni qo'lga olsang, shuni oxiriga yetkazganligingni, mush millat uchun xizmat qilayotganingni biz hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mushu jud seni madaniyat markazniki raisi qilib sayladi. Unda xo'g'ini rastligini aytish kerak. Mushu do'stlik ma'lishi ma'lum ravishda biz mushu Uyg'urlarning madaniy hayotimizda qandaydir bir markaz bo'lib qoldi desak, men xatolashmayman. Nurg'un bizning ziyonlarimiz mushu mallida yashaydi. Maktab uning ustiga mana qutuqning utiga qutuq qazinib yurdi, xalqaro maydonga chiqdi. Shuning uchun bugun mashhada mushu ilq mashrabning mashrab haqida so'rin bo'g'ini yaxshi bo'ldi. Hammamiz mushu mashrabga qatnashimiz, biroq mashrabga bo'la savollarga nurg'unlay mashada aniq javob beramidi desam bo'ladi. Hamda buning sababi bor. Unda xo'g'ini buning hammasi birinchi qitim bo'lyotdi. Shuningga qaramay, men o'ylaymanki, yaxshi javoblar bo'ldi. Savollarning ba'zi birlari nihoyat murakkabligi qaramay, yaxshi javoblar bo'ldi. Mening bir xushal bo'ldigan yerim maxsus mushu mashrabga ayrim yigit boshlari yangi bir kiyimlar bilan, yaxshi kiyimlar bilan kelibdi. Demak, ular uchun mushu mashrab qandaqdir bir ularni yana bir baldaqqa ko'tiradigan bir so'rin uchun tayyorlanib kelibdi. Mening yana bir xushal bo'ldigan yerim mushu ko'p nahiyalardan kelganlar hammasi shaharlik. Fakat mening jutum chelak mush yezidan kelgan. Shuningga qaramay, mushu shahardagi nahiyalar bilan bir qatorda bir sapda bo'lganning o'zi, men o'ylaymanki, bizniki mushu chelaklarniki bir cho'ng bir utig'i. Uningdan keyin sizlar agarda bayqagan bo'lsanglar, mush chelakdan sap yoshlar chiqdi. Demek eşlarının kelachigi var. Hammanglarni yana bir qitim mushu bugungi sorun bilan agarda biz birlashsak, bizni mushu Burxon o'xshash, bizniki mush orimizdan chiqqan yigitlar agarda bosh qilsa, cho'ng bizning utuqlarga yetadiganmiz. Rossiyadagi SKVNga 50 yil bo'ldi. Biz texi yeng boshladik. Men o'ylaymanki, bizniki zo'r kelachigimiz bor. Hammanglarni bugungi bayram bilan, bugungi so'rin bilan unda aytganda tabriklayman. Bizniki ajdodlarimiz mushu bizga varislik sifatida mushu mashrabni bizga tashlab ketgan ekan. Bundan keyin mushu mashrabni o'z darajada o'tkazib, xalqimizga xizmat qilaylik. Diqqatinglar, rahmat. Assalomu alaykum, 30 o'g'il Mashrab begi. Bugün endi Burxondan ko'pdan beri ko'zlab amalga oshirishga niyat qilgan ishning biri mana o'z natijasini beryapti. Uyg'urlar gap bor.
mevisi bor daraxtga taş ko'p etildi debchu. ishlayotgan odamlarni endi ba'zi vaqtlarda tushunib ketmaymiz. Shuning uchun darhol shuni aytqim keldiki, Burxondining bugungi ishda kamchilik bo'lsin, yana bir yetishmasliklar bo'lsin. Bir Burxondining qo'zg'agan ishi nihoyat cho'ng ahamiyatga ega Burxondin adash. Unadagi uni qo'llab-quvvatlashga arziydi. Shuning uchun Burxondin adash ishlaring qutuq. Mashat barliq mashrab qatnashgan, ashundan xizmat qilgan, bo'libmi uyushtiruvchilarni yurgizgan Olmoti mashrabiga ve başka uyushtiruvchilarga chin qalbimdan minnatdorligimni bildirman. Har qachon bilib olaylik, bir-birimizni yo'laylik, yaklamaylik. Shu vaqtida bizning qadimiy xalqimiz, mashrab o'xshash qadimiy an'analarimiz hech qachon yo'qmaydi, Uyg'ur ko'klaydi. Diqqatingizga rahmat. Rahmat aka. Çoğlarımız, akıllarımız etip ötkendek bir tarihi vakıya bugün halkımızda yüz bergen bolsa, mana 2017 yılı 23 Mart'ta şu vakıya ötken bolsa, şu vakıyanın ki biz guvaçıları, naq meydanda şularning qatnaşqıçıları bolduq deb özümüzni baxtlik deb his qilsak oldu. Tinchi qitim ötken bu mashrab ko'rigidagi ötüp atgan ishlarning hammasininki mana nazoratida bo'lgan qazılar a'zolari törimizde ular natijani chiqarib qo'ydi, yakunda chiqadi. Hozir shuni aytadigan vaqt yetdi. Endi men unda bo'lsa bir tarafdan sertifikat topshirish ishini boshlagan bo'lsak, qazilarniki va uyushtirish to'plininki rahbarlarining ruxsati bilan. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, ey muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, mübarek bulsun, ey mübarek bulsun. Mübarek bulsun, mübarek bulsun. Tuncu qadamning bugün Moşa mashrab ko'rigining tuncu qadamning tushug'i kesildi bugün. Mana shu ishlarni amalga oshirish munosabati bilan biz chin yurakdan tabriklab, bugungi uyushtirish to'pqa ko'p minnatdorlik bildirib, qattiq bir chavoq chep qo'ygansak, hurmatli mehmon. Assalomu alaykum hurmatli mashrab ahli. Mana ishqay shunchalik o'pir-to'pir bo'lib, kech kunduz uxlamay, shunchalik bir cho'ng bir ta'ning natijasi chiqyapti. Bu yerda yana Xudoyim shukrlar yetkazsa bir kitob chiqirmiz deyapmiz mashrab haqida. Keyin o'sha bugungi mashrabning qoidalari bo'yicha keyin kelajakda bolalarimiz sunab qo'llanadigan bo'ldi. Rahmat, qutlug' tilayman. Bundan keyin aldık sebeplerinde görüşke Xudoyim nasip qilsin. Balalarını okutinglar, ügütinglar, resim kaydılık olsun, ügensin, hiçbir milletin kam bo'lmayli. Rahmat diqtinglar. Assalamu alaykum, hurmatli mashrab ahli, bekbaşlık. Bugün külükte ötküzülgen barliq Muştaq mashrab, musobiq, chiroyli o'tdi. Barlig'inglarga alaytan rahmatimni aytmoqchi bo'layapman. Sizlarga ko'p rahmat. Shundaqla Burxondin 2 oydan beri men yaxshi bilaman, bu barliq ishni tashlab, mushu ishga kirishib, barliq nahiyadagi bolalarni yig'ib, necha qitim yig'in qilib, bularni yana tekshirib, yana kechsi, kunduzi demay, o'sha barliq hammasini mushtaq uyushtirayotganning sababi bizning kelajak bolalarimiz o'rgansin. Mushu mashrabni yo'li bilan bilib o'ynasin degan umidlar bilan qilayotgan ishlari ziyon ketmaydi. Mashrab o'taqallar hammanglar endi har qanday bir 30 o'g'ilni yigitvichi bo'ldigan bo'lib chiqdinglar hammanglar. Hamma narsani ko'rdinglar. Shuning uchun mening chiqinimning birdan bir sababi sizlarga hammanglarga, sening 30 o'g'ilga 1001 rahmat. Uyinglarga hamma yoqdan sizlarga barlig'ini mo'shad o'tirgan hammasining etidan sizlarga barliq yaxshiliklarni tilagan bo'lar edim.
Mızdaq aldığı basıya veringlar, mırda yaxşı işlerini çıkara veringlar. Kolumuzdan kelgençe bizime yardım kılıvereyli. Ming bir rahmet sana 30 oğulğa. Rahmet. Ömrünün beğini tozutmay yaşa, ümitnin gülünü kurutmay yaşa. Her kimnin təqdiri, tədbirgi bağlıq, adamlik borçunu unutmay yaşa deb bizning ömrümüzning beğida nemi var desek, maşındaq meşrepte yüz görüşüp atkan yıkıllarımız, dost braderlerimiz, xalqimiz var. Ümitimizning gülü keləcək keynimizde kivatkan evlatlarımız. Hem de moşu ömrünü qandaq köz aldığı keltirip qandaq yaşaş her bir insanның özünün tədbiriga bağlıq. Şoңlашqa bugün biz meşede adamlik borcumuzni bilip, moşu meşrep bizning xalqimizning bir urf odatiningki acayip bir ko'rinishi deb bilib kep o'tirimiz. Şoңlashqa qadrli qarindoshlar, meşrebimizni boshlashga ruxsat qilgan bo'lsanglar, men navbatda mikrofonni Almatı meşrebining poshshapiga Ahmadjon akamizga sizlarning chaviginglar bilan uzatib olsam. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il. Bugun boshliq meşrebimiz boshlandi desak oldu. Qaydi bilan endi 30 o'g'ilninki men amanatlarını tapşırıp yavalay. Begim başlık, ben bugün zalda edem köp boğandı eken. Begim, bana paşaplıkka işki adam yardımcı lazım diye. Birisini soğurap, birisini yalqın çıksı ruhsat mı? Boldu. Kesle. Paşapla. Kesle yalqıncan. Rahmet. Qani endi dasturxonlar yeyilib qopti. Hurmatli o'g'il. Dasturxonlar yeyilib qopti. Endi bir duga, cho'nglar bir duga qilib bersa, undan keyin Amin. Sahibxon salomat qadam yetdi, balo yetmasin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Dasturxonlar o'chiq. Qani endi hurmatli 30 o'g'il birinchi so'zni Belki birimiz, Begim 30 o'g'ilga nisbatan gaplarınız olsa. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, hurmatli mashrab ahli. Endi buni bizning musobaqa uyushtirishimizning sababi endi bir necha o'sha yilda bir qadar desak to'g'ri ekan, o'sha Qozog'iston o'zining mustaqilligini olgandan buyon meşreplerimiz köpüşki başladı çünkü burunluqi 90'dan büyüqi meşrep 30 o'g'il meşreplerimiz adrak kamdi 90'dan büyüqi her Qozog'iston o'zining mustaqilligini olgandan her millatning o'zining urf-odat, rasm qoidalariga kamchilik qilishga mushu ishlarimiz ko'proq rivojlanishga boshladi. Endi şu Sovet jarayonida o'sdik, tug'ildik degandekdan-di. Bu yerda bizning burunqi vecherenkalarimiz, burunqi o'tirishlarimiz hozirma shu mashrab deb atiladigan bo'lib qoldi. Bu yerda mashrab deb so'roqladim shunday bo'ldi. Mashrab deb atildi, lekin mashrabning tamoman qoidasi yo'q. Berib qima o'ynab, yaraqshi bu qaytib ketadi. Yoki bir oddiy bir sorun, ya kart o'ynab ketishi mumkin. Yoki ya bo'lmasa ashla bir mashrablar bo'lishi mumkin. U mashrabda beklar to'liq emas, ya bo'lmasa davo dasturi yo'q. Endi mashrabdan yetilibada shu sababdan biz to'xtanglar. Mushu mashrab musobaqasini qilsak, mushuning orqali nurg'un bolalarimiz o'zimizning millatning urf-odatlarini o'rgandi, mashrabning haqiqiy yerlarini biladi degan bir niyatda bizni 2 oy burun biz e'lon qilgan edik. 2 oy burun mashrabda o'tirgan bolalardan sen mashrab qaydini bilamsiz? Men o'ylaymanki 95% hech kim uningga javob beramadi. Qana beramadi deganda bilmadi. 2 oydan buyoq endi kunda mushuliqi g'am qayg'u mushu musobaqada endi biz oxir o'rin ib qolsak, bir yaxshi tarafidan ko'rinsak degan bir niyatlar bilan Nahya qattiq tayyorlandi. Albatta hammanglarga rahmat. Ashta ko'p vaqtinglarni bo'lib, tayyorlik qilib, yan mashadima adraqligi balkim tushunmas yerlar bor.
Lekin endi bu birinchi qidim o'tkazib atqashqa ayib kelmaysizlar. O yan bay deb ketgandek telefonga bog'liq bo'ldi, qanday bilet chiqdi, qanday jeri bidatdilar, kimga qanday o'ringa tushib qoldi. Yil o'sma, Xudoyim bersa yana mashtaq musobaqani o'tkazma degichlar bo'lsa, vaqt soat kelganda yana o'tkaza, lozim bo'lsa biz yordam qilamiz shu vaqtlarda. Hammalarga tamig'inglar damlik olsun. Xush kayfiyat. Şunca dilkeş dilraba neynin havası Yanraydı atan ara neynin havası Şunca dilkeş dilraba neynin havası Yüreklerde uygutup süygü muhabbet ey muhabbet Tanrı tarşatlık sada neynen havası Yüreklerde uygutup süygü muhabbet ey muhabbet Tark tarşatlık sada neynen havası Her tan yanrap çaranlap çıksa evcige Çıksa evcige Bir kışlap gılga da var eylen havası Her tan yanrap çaranlap çıksa evcige Bir kışlap gılga da var eylen havası Küylerde hayatta mes eşnalı eşnalı Olmaydı çalsa da neynin havası Küylerde hayatta mes eşnalı eşnalı Olmaydı çalsa da neynin havası Şunca dilkeş dilraba neynin havası Dilraba neynin havası Neynin havası Şunca dilkeş dilraba neynin havası Dilraba neynin havası Neynin havası Neynin havası
güzel zamanı. Könlüm saf hebes aldı. Belgiden havası yedi. Könlüm saf hebes aldı. Belgiden havası yedi. Boşal tutma çağlay. Bulbulan havası. Boşal tutma çağlay. Bulbulan havası. Belki takdiriyedeydi. Koymay ben cemaliyeme. Koymay ben cemaliyeme. Akşam itip çıktı. Şu kürkem davi. Akşam itip çıktı. Şu kürkem davi. Telkiniyem davadiyem. Rahmet, rahmet, rahmet. Kur'an Fondu'nun reisi Karlin Mahbirov. Jurnalist, писатель Yadkar Sabitov sizning birdenmege. Uyghur Şundas Merkezi'nin yetekçi xodimi, filologiya fanlarining kandidati Rahmetcan Yusupov Xuchavakchib qo'ysalar meshak chiqsa. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab ahli, Mashrab begi. Bugun biz bir ajoyib tarixiy ahamiyatga ega Uyg'ur xalqining madaniy hayotida cho'ng bir voqea yuz berdi. Meningcha o'g'anda bu Qozog'iston diyorida birinchi qitim mashrab mashrab bo'lsa kerak. Burungi mashrablarda bunday ish bo'lmagan. Shuning uchun men Muşu Almuta məşrəvinin begi Burhan'dan başlıq barlıq Muşu məşrəbini uyuştuğan jigitlərə rəhmət etməkçimən. Qədimənlər qutlıq bolsun. Əndi bir iş qılğandı ki, əlbəttə onun artıqçılıq, kamçılıqları boludu. Kamçılığı əndi az. Bəzilər təyərixsiz kəpdi. Bunundaki onu jöndəb getir deyə oylayma. Bu bizning yana bir qitim aytaman, madaniy hayotimizda cho'ng bir voqea bo'ldi. Yoshlarimizni bundan keyin urf-odat, adab axloqqa yaxshi tarbiyalash maktabi bo'ldi mushu mashrab. Bundan keyin bu tashabbusni, Burhoniddin elimizning bu tashabbusini Qozog'istondagi boshqa regionlarda
rayonlarda qo'llab quvvatlaydi, mashtaq mashrablarni uyushtirdi deb umid qilaman. Diqqatingizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, Mashrab begim boshliq. Birinchidan Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin, hammanglarga salomat tilayman. Uy ishinglar xotirjamlik. Endi asosiy gap kelsak, bugun haqiqatan men akalarimiz deb ketgandek yaxshi bir ish bo'ldi. Shaxsan men o'zim qattiq ta'sirlandim. Sizlarda eng muhim narsa sizlarda ruh bor, sizlarda intilish bor, umid bor. Mushundoq yoshlarimiz bundan keyin ko'payaversin. Yoshlarni mushundoq turist yo'lda ip mansak bizning kelajagimiz bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Mashrab ahli, begim boshliq. Haqiqatan mana yuqorida aytgandek, mana Olmuta va Olmut viloyatining kelgan mashrablar bugun nayt yaxshi, nayt ahamiyatli ishga aralashib, o'zining tayyorliqlar bilan kelib, o'zining mana ilqi yaxshi savollarga yaxshi javoblarni qildi. Haqiqatan mashrab bu hayotda bir cho'ng maktab. Haqiqatan yoshlarimizni bu hayotda siliq sipoyi, ilmiy, madaniy bo'lishiga tatidi deb o'ylayman. Shu uchun Burxondan sizlarning mashrabinglarga kelgusida mushta utuqlarni tilayman. Hammamiz mushunda ko'rishga kelgusida Xudoyim nasib qilsin. Hammamiz omon bo'laylik. Rahmat. Tanaffusdan keyin bizning da'vo dasturma bo'limiz 30 o'g'il. Qani, mashrab ahli. Da'vo dasturimiz bor-a? Da'vo dasturda endi mumkin bo'lsa, bay nurg'un bir 40 ta qoldi ham 30 necha nim qolgandi. Savol so'roqlarchi qaralmagan. Balkim shu masalalarni o'tirib qo'yib, bugun da'vo dastur tayyorliklar bugun jazo chiqadigan odamlar jiqtiki. Ularni endi bu da birinchi qatam da'vo dastur qilmay, shu savol so'roqlar kim javob beraylar, shularni bir ko'rib baqsak. Koni tilda aytganda yozg'uchi hozir. Mashrabda 80 tashi. Hammanimni marab. Oh. Yo'q, Olmut Mashrab. Olmut Mashrabning bo'ldi. Endi Rustamning sen o'sha nurg'un bu. Endi Rustam hozir mayla chaqchaqlamaydi, buning qiynatisi nurg'unga aqiqlan ko'z o'tiqdi bu. Orasida mening qiynatam bor ketadi. Voy, yel tugab bo'ldi u. Chaqan. Qani bizani bilgina o'zingni. Men bo'pman. İşimiz tango. Men birinchi so'm qo'yatmadim-ku. Sadiqqa berayotgan ekansan. Qani assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Da'vo dasturi vaqti kelib qopti. Begim boshlasak ruxsatmi? Qo'shtiz deydigan vaqtida tizimlarni tutib o'tiringlar. Kimda yo'q, yengil men tutib so'roqlar qayd qildim. Qo'shtiz bek so'zlaydi. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli endi baya o'zaro kelishgandek, Mushu da'vo dasturi bo'limini mumkin bo'lsa so'ralmagan bir 40 yaqin so'roq bor tashadi. Ishlatmagancha shularni mas'uliyat bir savol so'roq qo'ygan bo'lsak, shuni endi bilmaganlar uqasa, ashnaliqi durust xatoligini mas'uliyat bilan qazlab o'tiribdi. Da'vo dasturi degan nima? Qani? Jazo degan nima? Ilhom. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Endi har qanday mashrab da'vo ta'sirsiz u mashrab emas. Da'vo ta'sirda har qanday ishlangan ishlarni yeyishga kerak endi u mashrab da'vo ta'sir o'zi da'vodan, arzdan, fikrdan, e'londan tarkib topgan. To'g'ri. Xo'sh. To'g'ri. Endi hammasini to'g'ri deb hisoblaymiz. Chunki asosan tegi birdanda. Da'vo dasturidagi hukmni, da'vo dasturidagi hukmni kim o'rlaydi? Qani yana Ilhom. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il begim boshliq. Da'vo ta'siridagi hukmni Qozbek chiqardi. O'rinlaydi. O'rinlaydi Pasha begim. Ha, bo'ldi, yaxshi. Jazo ig'ir bo'lsa, qandoq bo'ldi? Hakikaten dışında tayyorlik qilgan balon chiqirib. Boshqalar sizlar boqsin, ha.
Yo'q, endi bu yerda bu yoqqa qaravatgan, qarmavatgan ish emas. Mumkin bo'lsa hammamiz chiqmagu. O'sha yoshlarimiz javob beryaptganiga menimcha bo'lsa hech kim qarshi bo'lmaydi. Yoshlarımızın bilgini yaxshi, yoshlarni javob bersin. Qani. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. Xafa bo'lsangiz savolingizni qaytarib aytgan bo'lsangiz. Bastı beringlar. O'tirib. Qo'l tushmay qo'l ko'taribdi, qani. O'tso'g'ilimizning bir kuni. Jazo eg'ir bo'lsa qanday bo'ldi? Assalomu alaykum, o'tso'g'il begim boshliq. Men Chelak regionidan Etim Baxshat bo'ldi. Eng eg'ir jazo Meshabda qo'llandı jazosi eng eg'ir jazo bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi. Endi eg'ir jazolarning pul jazosi navbatsiz mashrab berish va yoki mashrabdan qo'llandı bo'lish. Mana. Yana endi soz vaqtida Pashabning ruxsati bilan talaga chiqdingiz. Qaytib kirganda qanday kirsiz deydi. Keyinchilib. Qani qo'lingizdan guli. Ha, oyoqdan. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab begi. Kirganda salom berib kirdi. Xo'sh. Pashabekning ruxsati bilan. Xo'sh, qani. Qani buni bolalar tur deysiz. Sultan Qo'rg'on o'tso'g'il. Soz vaqtida taloq chiqib ketib, qaytib kirishga. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il. Soz vaqtida soz to'xtaganda Pashabekning ruxsati bilan kirdi. To'g'ri. Xo'sh, u bo'ladi, lekin endi qaranglar, lekin endi chiqdinglar, soz bo'lsa, assalomu alaykum desanglar, hammasi kayfiyatni qaytarishlar. Shuning uchun shariatlan Pashab qilmay qilsa, Pashab shariatdan o'ta deydi. Gapmay o'tirish kerak. Qo'lingizlar ko'ksingda o'qish kerak. Shu. Qanaqa? To'g'rimi? Xo'sh. Aha. Ko'lbak dedi, hazırlagan tamlarning nemisiga diqqat qilish kerak dedi. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. Endi hazırlangan tamoqni Qozbek Ko'lbegim uni vaqti-vaqtida kirib issiqmi, so'g'mi oshni tekshirish kerakda. Ko'lbegim jo'zining qoidasi buzilmasligini qaraydi. Endi asosan vaqtiga, ta'miga, sifatiga. Bo'ldi. Mashrabning bir a'zosi, mashrabning sirt bir to'yda, bir yerda bir qalayimxon chiqadi. Uni aran degan uyga kirib qo'yding, uyga qo'yding. Undan keyin qanday qilsa? Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. U masalani keyingi mashrabda ish masalani davo dasturida qo'yish o'tso'g'ilni chekish. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Tak, mehmonni kutib olish kimning vazifasi? Yana. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. Mehmonni kutib olish Sayibxonning vazifasi. To'g'ri. Dastan qayerni va qanday selindi? Va uni ko'katdi xuni, ko'di uni. Chiqib to'rdan boshlanib ulinib selinish kerak chatlari. Undan keyin chang chiqarmaslik. Bay ko'katni o'rab qo'yganni, buni dasxonni dolqun obrazini, dolqun. Dasxon ko'kitmizmi ya? Bu g'ayb odamlar uchun bir oddiy bo'lib qolishi mumkin, lekin mo'shni bilmaydigan odamlarimiz nurg'un. Mana baylar buni nimni selishda apir tashli demay, changni ko'tarib demaydi. Uni har bir dasxonni sag'anda changni, ko'rpini nimlar bo'lsin sag'anda nim chiqarmash kerak-ku, chang. Ko'rpida o'ltirish qoidasi. Assalomu alaykum, o'tso'g'il mashrab begi. Ko'pida o'taga vaqtida tizi ko'pidan uyquga chiqib ketmish kerak. Sababi uyquda dasturxon bo'ldi. Dasturxonga pul chiqib ketgan degan u cho'ng bir adabsizlikka hisoblanadi. Dasturxon bo'lmaganlar-chi? Dasturxon bo'lmaganlar shundan putni sunib chiqarib o'tirish bo'lmaydi. Bo'ldi, yaxshi, to'g'ri. Durust. To'g'ri. Adabsizlik qoldi bolalar, to'g'ri. Darbi degan kim? Uning vazifasi. Darabek degan kim va uning vazifasi? Qani yana mana buni illiq bir inimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli o'tso'g'il begim boshliq. Darabek degan u soz davlatni javob bergan begimiz. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. To'g'ri. Xo'sh, 12 muqam UNESCO qarmig'i qaysi yilda kirgan?
12 muqam. ЮНЕСКО-ға. Мен hem қарап отмай, ешкім қол кетемейді. Mana hakkımız 30 oğlumuz öngüley. Merhamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 muqam UNESCO-га 50-жылдың Тодағандарының başlığı. Ya. ЮНЕСКО. 25 noyabr 98-yili. Gultayak degan nima? Gultayak deb, Gulchay. Gulchay deganimiz nima? Azzakamning o'g'li bildi. Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il begim boshliq. Gulchay degan u mashrabning bir bo'lim bo'lib hisoblanadi. Ma'lum bir odamlarga, misol O'tso'g'il bir kichik mashrab bo'lsa, Gulchayni she'rlarni aytib turib, bir O'tso'g'ilning guliga topshirib, uni Gulchayni olgan keyin Gulchay keqapti deb she'rlarni aytib, usul-o'ynab, yumorlarni aytib, ash bir bo'lim. Javob qaytardim, ha? Rahmat. Yaxshi. Azizini chiqarib buni yuvasaqlik ekan. Sen uyudun Mustafa köp sözlemse? Şunun için dadan dalan çık ettim ki. Ha, bunu git sen dadağını balam demiş. Xo'sh, yana davadasida qo'llanilgan jazolarning qanday turlarini bilasizlar? Ham qaysilarini ko'kitib berasizlar? Qani. To'xtatdim. Chiqsin masala, bildik Allah. Masala chiqqanlar, chiqsin. O'tirib chiqqanlar. Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il begim boshliq. Mashrabga da'vat asrida jazoning 3 turi bo'ldi. O'ng'ay, o'tira, ig'ir. Yenik jazo, o'tira jazo, ig'ir jazo deb 3 ga bo'lindi. Endi yenik jazolarga u havo o'ynash, surat selish yoki bo'lmasa bir hayvonotlarni do'rash, o'tira jazolarga sam seqish, beliq tutish, yulduz sanashlar kirdi. Ig'ir jazolarga begim o'zingiz tuvanda aytib ketgandek, mashrab berish, pul tarafdan shtraf selinish va mashrab chiqarish. Qo'llanadigan jazolardan. Qo'llanadigan jazolardan anoqsi sam seqish, beliq tutish, ko'stayimiz yoki bo'lmasa sam seqishni hammasi bildi, yana yulduz sanash. Yulduz sanashni bular WhatsAppda ko'rgan, biz uni ishlatgan. Xo'sh, yana o'ng yonpashning palonchilar, so'ng yonpashning palonchilar yenik jazolar ular surat selishni. Ha, u o'mayliga chelaklarni bir chichasan. Xo'sh, yana. Qani? Xo'sh, qani? Shundoq jazolardan toshqan tep degan ba? Ha, mana. Ko'k sayritish ba? O'z-o'zini jazolash degan ba? Shundoq jazolar. Çin'e de o, Çin'e de mi? Çin'i sundurur. Hoş. Qani marhamat. Qani köküp bekme. Ağam şükürüp. İpek ağam yok aslında arkanda koygan. Ağamçı var mı ağamçı? Jip, kabel. Remenço. Remen bağlamakın burası nakıl gösteri, obraz kırpı. Ya obraz kırpı gösteri. Hoş. 30 Hapşakay Türk kösanlar oldu. Hapşak. Türk kösanlar oldu gördük Allah. Hoş. Dava tatılgan 30 oğlunun bir gülü iki kolunu çatarsın asıl tutup ağamçıga bağlandı. İki kolu. Mikrofon tutma. İki kolum burada bağlandı burada. Onu bir işle. Kolu bana bağlandı. Ana kılıp bağlandı. Kolun içini verdi. Aş içini. Kol yetmiş kana kıldı onunla. Kolun. Sen o yetmeydi ki o sen kadar. Sen onda kosak sakalı kana kıldı. Ha bağla onun meselesi Çin çıkış emez. Onun meselesi aşını pol vuruş gerekti. Çin'ne aşını onu verin çakamaydı onu. Aşında aşlak 10 ketim vurusunda 10 ketim ya 20 ketim deydi. O elbette 30 oğlunu bir gül kıyım. Yaxşı yap. O YouTube'da var, internette var, YouTube'da. Hoş, yaxşı yap. Toşkan tepişti dedin ama yanlarını. Eli ödek tepişti onu. Bulan o taksit edelim, Danyar'la köktü. Bir yerde 3 adam oturuş gerekti, bırak biz Türk gösterdik, görmekleşmek. Ya Allah Türk gördü, oturup köktüңler. Qani turunglar, xalqçılar. Mayli. Ya ish kutini oldinglar. Misalga mana mushaga dag'inimiz tartibni buzdi, o'zini o'zi jazolaydi hozir. Putini oldin qo'y buda. Putini oldin qo'ysiz. Ama putun sunib oda. Ana. Savotag'in.
Sen bunu iki kolunu tutup alın mikrofon. Kendi poyuz oynayımız mı? Kendine bir iş edem gerek mi? Şunu odan? Yani karamlar bir yerden hazır. Şeker hazır zaten kendim söyleyeyim. To'xtab qani mikrofon. Mikrofonni topdim, og'zini qaynating. Bu bana emas, bu asli bu aslida. Hürmetlik begim başlık 30 oğul. Kapşek. Endi mening günahım o'tdi. Buni keyin men kechikmayman deb bo'ldi-yu. Rahmet. Hoş yana öz-özünü cazalaş endi. Ya Allah. İkincisi. Yani bak toshqan tepdimi? Toshqan tepdim ko'kcha oyoq kiyman kiymaydim. Qani? Qaysi? O'zi g'oz, men ko'kitma dedi g'o. Men kerakmi kerak? Qana begimiz bayqi kalkamanjitni bek o'z ko'kitdi. Oyog'ini samal uray dedi g'o. Toshqan tepdim bunda bo'ldi ko'katgan. Mana. Ha? Mana o'g'il qanchasida bunda bir urib keldim. Birinchi mushtum kiydi. Yo asta o'ring, buni ko'zdan ketgan, tildan ketmasin. Toshqan sakraytdimi? Beshni lisan tutuqlab so'zlaysa ekan degan. Kekash qo'ydiganda uni. To'dabdi, mayqa. Bu paxta kuchirish? Paxta kuchirish, video, kaset Ba. Uyg'urning savunisi degani u. Xo'sh. Yana. Qog'oz chiqqandaq. Qog'oz o'xshaysan, yo'q qiraman. Qağa degani ko'chada qor yotgan qağa taloq chiqarib. Taloq. Ha. Qog'imi qishnikini. Menga uchib ketmagan qog'im desimdi. Xo'sh. Ya'ni ko'ktiq allabami? Yo'q bo'lsa bir necha turlari bor ekan-ku buning. Shundaqlarlikqa suv ichirish bashab qursi. Ko'lni suyini ichirsa dediga bashab qursi ishqilgan. Kötek bastı. Yalang'aç talada turg'izib qo'yish. Ikki bez talash samsi qishlava beli tutish, o'pka qo'yish. Kap sarışın köketdi, paxtaşın köketdi, kava çaktı. Suğu çömüldü de, üzü küy sürküde şunun oxşas bir neçe türlüdür bayki. Maqul bu adı başka sual ötküleyli. Çak degen nime? Çakçı degen kandak boldu. Sabır kam qo'shaydi dekat. Bana, mikrofon bana. Mana qarama bana. Mana azakan o'g'li. Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il begim boshliq. Endi bu chaqchaqchi degan mening uchun endi bir alohida bir asosiy savollardan biri ömrümdə. Endi men o'zimning dadam chaqchaqchi bo'lg'achqa, buni biz kichigimizdan bilimizda chaqchaq dadam har doim bizga mundaq deydi. 30 o'g'il bo'lsa, 29'i kulib, biri kulmasa, u chaqchaq emas, u shanxo deb qo'ydi. Shunga chaqchaq qilganda Çaqchaqda 30 o'g'il mushu bir so'rindiki, hammasining ko'nglidan chiqadigan, hech kimning ko'ngliga tegmaydigan bir kulki chaqchig'ini chaqchaq deb qo'ydi. Endi o'zingizlarga ma'lumki, bizning Uyg'ur xalqida ko'pligan mushu tarix qizilgan chaqchaqchilarimiz bor. Bo'libmi rahmatlik bizning bo'lib ketgan İsam buğumuz, İsam Qurban, uning oldidagi Salay Chaqan, hozirgi bizning mana chaqchaqchilarimiz, Sabirjon buğumuz, mana Suhrab akalarımız, Ahmet akalarımız, İbeydullah akalarımız bana
Muşlaq çaqçaqday xalqning ko'ngildan chiqadigan, xalqning ko'ngilini kuldiradigan bir 2-3 minutga bo'lsa-ma ko'ngilni xo'shal qiladigan odamlarni chaqchaqchi deymiz. Yaxshi. İlham sen Otluğul'da bekku değil mi? Yo'q, begim mana bizniki. Silikmi? Men Paşabek endi hazır Paşabekdim, hazır Otluğul'ning bir guli. Ya bugün meyda kim bo'lib chiqdingiz? Men Otluğul'ning guli bo'lib chiqdim. Ha, yaxshi bo'ldi. Xo'sh, yana shundaqla qiziqchi degan qanday bo'ldi? Başka adam yok mu? Ver anlarlasın. Hemmimiz senin... Assalomu alaykum, hurmatli O'zog'il begim boshliq. Qiziqchi degan o qiziqchining turi bo'ldi. Masalan, mashrablarda bizning O'zog'imizning birgili mana Ko'lbiga Said Ahmed bizning mashrabimizning qiziqchisida u mashrabning qoidalarini 100% dalama, bizning mashrabning qoidasiga xos hamma qoidalarni bildi. Biroq shu me'morlar kelgan vaqtida mundaq kichik yenik bir gunohlarni qilib qo'ydi. Shu me'morlarning oldida kichkam qiziqtirib bo'libmi, davo ta'sir bo'limlarida mushtaq qushdak sayrab, eshakdak g'angirab degandek, shu O'zog'ilni qiziqtirib, kichkam bo'lsa-ma ko'ngilni olay deganni qiziqchi deydi deb o'ylayman meningcha. Barakalloh. Assalomu alaykum, hurmatli O'zog'il Mashrab begi, vaqtni utuqliq foydalanaylik da'vatida turibsiz. Endi bayatini biz so'zlayapmiz. Mumkin o'sha so'rinda o'sha mashrabning ichida qiziqchi bolalarimiz bor, ichida yetib yumurdirib patmay, o'sha quloqlarda ko'zlarda shinqilib turgan bolalar bo'lsa, o'tirib chaqirsak nur ustiga nur bo'ladi. Endi men o'ylabdiman hozir Hazır men o'ylabdiman buni mashrabda hozir savollanishda beyit degan nima, chunchin salovat degan nima, shu to'g'risida kichkin paranglar bo'lamdiki degandik. Endi balkim uni keyingi bo'lib qolar. Endi yo'mir deb qoldilar, keyingi vaqtlarda o'zimiz nurg'ulgan to'ylarda balkim yo'mirlarimiz buyagim yetib kelganda bizning oldimizda yo'mirlar yetib keldi. Bir yo'mir so'zlab beraysiz degan. Bir mashina ishtik yo'lda ketib qolsa, bir 60 bilan ketib qolsa, oldiga bir to'g'ri tushib yugurib ketib berdi. Bu maşindeki vadiyetli heyran kapıda toxunu munçilik iştik jügegende kömeptim ben dep toxtuğuna dep 70 ki bassa toxu 70 bilen jügürep çıkıp bakıdı dedi. Şu ya valla mundaq toxunu ömürüm kömepmeke dep 100 bilen mangsa toxu aldı yetiştirme 100 bilen gitip bakıdı dedi. Tova mandak ne iş kaçan kömepme dep maşini 150 minutke 150 bilen gitip bakan maşini yetiştirme yelik toxu bir holuq jügürep gittim. Endi şunda işte gitip bakan maşin 5-600 metreye görüp aran toxtab qaytip kelse bir çoğun kişinin öykü. Vay assalamu aleykum çoğuna da. Wa aleykum assalam. Ya bu közüm işenmeyme. Maşinamdan aldığı bir toxu düşüp şunçilik jügedi 150 kilo yetişemedim demez. Vay afkan bizden toxu. Ya bu qanday toxu özümüz işlep çıkan toxu yeni paroda. Alametki aka. Bunun göşünü yapaqtığlar mı olsa şu yapak aylitsek zaten tutamayotmuz dedi. Şu aka onda olsa bunu bir amal qilib köpeytkili olamdı. Bunun tuxumu var mı, tuxumunu ağılı olamdı olsa balam 5 işlemdi o. Maşini yetişemgen toxu qo'razlarni yetişsin. Toxu'nun paranı çıkıp kaldı. Başladı be sen. Hazır yaşla. Başladı be sen kaldı ama. İti. Hazır yaşla katıp kesip koyduk ama şimdi kendine. Bulanın menediğine BMW. Bir yezliği bir balı maşiniden BMW bilen gitip aç yezliğin içinde uçup gitip bir toxunu açıp vatçı da koyup asfalt çaplaplı etip koyuyor. G'ang'ida ketib qolsa, maqta g'o'roz qoq kayniga chiqib turib, mashina taqib turib, develab ketsa, BMW-ga maqta lekin turib, "Ha, nim bo'ldi? Bassang ashtaq, basmamsa-va" degan. Ana mana rasla to'g'oni anekdotini boshlab o'tdinglar endi. To'g'og'i men yaqin men. Mening tog'amning bolalari yo'q ekan. To'g'ri mana bayaq aytgandek bir 2 mekan g'o'razdan qattiq shugirib chiqib berib 1 mekan yer qopti deydi. Yana 1 mekan oy do'stim 7 yillab g'o'raz baribir qo'g'lab tutib oldi-ku. Biz yana 1 mekan biroz shugirib beraylik, buzuqlar keta qolmasin dedi. Toxu bilan g'o'raz deyishyaptidek-da, bu ikkimiz umr bo'yi so'qishib, tak alishib o'tib ketib boramiz. Umr birimizga inoq yashamaymiz. Qarg'ina o'daklarni o'zining katligida shundoq inoq hech qachon ovozini chiqarmay, bir tal piyni to'zitmay yashaydi. Desa g'o'raz deb ketdik. Rossiya uyatga yashladimmi? Qo'shniqi bizlar bilan. Biz kunduz so'qishimiz avval shundoq inoq yashaydi deb bir kuniga aytganlik qurib qarsa, o'dakning akiga tishisini urib ketib qolganda katakni qo'g'lab, "Va mullani ishdim janjal bo'ldi ekan, nima bo'ldi?" deb to'xu bilan g'o'raz yugurishib kirsa, "Aka o'dakni nima Nima jaldinglar va bu nima umr so'qishmagan, nima uchun qaravasiz?" kirib g'ozning tuxumini qarab baq dedi.
Ha, mana to'g'ri gapdi deydi. Sabrga sizning to'g'ri yaxshi bir gaplar bor. Sabr kamning bir latifasi bor. Bir odamdan to'g'ri set o'tasi, tuxum set o'tasi, birisi 10 ta tuxum ekib teberib ketdi deydi. Nimanda tuxum berdim? Endi tuxum bermas, tuxumlaring paskin-ku. Sen to'xtab turib, men uxmayman, uyga bir g'o'razga deb baqay. Deb uyga g'o'razga, mekalaring birnimda tuxumlarga shalbi kelyapti, paskin deydi. Biz g'o'raz bo'ldi, xotirjam bo'ldi deb qo'yib, mekalarga qashqaron soat 7 da katakchi chiqqan. Hech ketmay kirishadi. Hamma mekan o'tag'izib, nima ish? Senlar tuxatamsa, tuxumlaringga shalbi keldi-ku, paskin deydi-ku. Desa, keyin o'taga yosh bir mekan ruxsatma boshliq degidek. Hada nima bo'lding? Siz hurmatli boshliq, siz bizga shunday vaqtni oz beryapsizki, tarat oldiga vaqt yo'q debdi. Öteklerini köydüm ben, adamlardan kim vardı? Uygurlarının meşruiyete Yevreyler nima vardı? Bir toyda bir adam oturup, yaşlı otağdaki elik bak köynek kivagan kızgımdan qarab, "Oy, qara, qarg'ina to'g'ri demas, satligina kelinman." Qara baq, qara ekshigini o'xshaydi, so endi turibdi. Pichoqni so'yib o'tmay hozir masala dedi. Nima bo'ldi? Ya, mening qizim ava. Juzo voy. Ajab ummoq, ajab chiroyli qizgina, terikman deyapti, mana xuddi dodsiga o'xshaydi bu. Yeli so'yma deyman, men uning onasi dedik. To'g'olana gapini qilyapti, uning gapini qilyapti, ashu Kül dünya yüzlemde to'g'olanan nominatsiyasi bo'ldi. Mana shu jamoat yig'ilib ketgan, Rossiyadan kelgan palonchiga qarshi elinglar tiymoq degan qep qizil tumshuq degan ushluq tojlar paqirab turib chiqib ketib beribdi. Xo'sh, kuniga necha tuxum tug'siz? Acho takoy tuxum debdi-ku. Siz tuxum degan narsa bilmamsiz deb ma'quldab uzib ketdi-da. Qani navbat endi Pakistandan kelgan to'qi deb unim chiqiribdi, chiroyli kelishgan. Onu mu çıkartıp ahırda gelgen tuxum tığdı ve abdu toxu kızını karşı elinglar deb özümüzün Uygurayının bir toxusu çıktı. Üstü başları jitlik ketken, tajları jitlik ketken, tiymak diyen ösüp ketkenmiş. Neşte aran çıktı. Kınık neçe tuxum tığsız işkine debdi. O çavak diyen çep gitti. Hem de tuxum tığıştın başka kişiler özünüzden hoş kaldınız jığıp çayla pətəzlep yüzünüz bulmamdı. Siz hem de kız bolğu debdi şu. Vay ey. Şu tuxum tuğ bo'lib, endi o'zim qaraytsam, ya tuxum tug'yapman, ya g'o'raz qo'g'layotgan bo'ldim. Ashlab Sen bahar bolandı, seni görmey gönül ulandı. Sen gelmesen bahar bolandı, seni görmey gönül ulandı. Aydaşında bir kilip ketse bu didarga yürek kanam. Ayda yılda bir kilip ketsen bu didarga yürek kanam. Sen gelmeden karlı kaş geldi, Xuddi sende sayır kaç geldi. Sen gelmeden karlı kaş geldi, Xuddi sende sayır kaç geldi. Gözlerimge şuna yaş geldi, yaş geldi.
Köngül yoki mendin çalam Gözlerimge şuna yaş geldi Yaş geldi Köngül yoki sendin çalam Sen alam sen benim cinimni, cinimni Tendi bu candayım turam Sen alam sen benim cinimni, cinimni Tendi bu candayım turam Sen alam sen benim cinimni, cinimni Tendi bu candayım turam Tendi bu candayım turam Ot düşmegen kazanlara Okşaydı alem Ottun ulu küreşlerge Çıdısan kelgi Ot düşmegen kazanlara Okşaydı alem Ottun ulu ateşlerge Çıdısan kelgi Çin bitmeyen paragetke tutuldu Salkın yok çöldeşlerge Çıdısan kelgi Çin bitmeyen paragetke Salkın yok çöldeşlerge Çıdısan kelgi Her kim kilip suyivemez Şki menzinge Hem kara sürgeçlerge Çıdısan kelgin Her kim kilip suyivemez Şki menzinge Hem kara sürgeçlerge Çıdısan kelgin Sıllaş emez Tatlaş üçün tırnakla değer Sur dipip cündeşlerge Çıdısan kelgin Sıllaş emez Tatlaş üçün tırnakla değer Sur dipip cündeşlerge Çıdısan kelgin
Ecel vardır senin için Maktaşladım Küzdek musul sözleşlerge Ciddi san geldi Ecel vardır senin için Maktaşladım Küzdek musul sözleşlerge Ciddi san gelgi Bir tal tükke aylanırsam bilmey bezde Çargılı tüleşlerge Ciddi san gelgi Bağlanıp tirikçilik arkanları Halıganca süreçlerge Çıktı sanki Çın bağlanıp tirikçilik arkanları da Halıganca yügeşlerge Çıldısın gel Çıldısın gel Çıldısın gel Çıldısın gel Hoş, endi meyde bir kadar atap ketdi. Meyde bugün günde sahipxonlik qilayotgan, unutmanglar, ma Duruzbuning bolasi, o'sha nahiya bo'yicha yoshlar yigit beshi mashrabning bugun sahipxonlik qilayotgan. Ya'ni shundaqla meyde mushu ishda kecha kunduz yugagan Parvoz ijodkorlar jamiyatining raisi mana bizning og'inimiz Nurum Ahmetov. Çabak olsun, hürmetli balamış akalarımızga, ağabeylerimizga yukarıda sımatlıvatkan. Kalan bu balaların hemsini yaxşı tanıysızlar. Yani bularning qatqan haslari bor, mushlar orqali mana mushu musobaqani o'tkazdik. Endi bu navbatdagi mashrabimiz endi oyoqlashib qoldi. Shuningga sahibxonlar yangi mashrabni akirgan bo'lsa, shu beklarning qazlarni oldi qo'yinglar. Növbetki meşrepni kim aldı? Kim soraydı? Kendi meşrep bağışında oturuğa çıkan bu sana. Hadi 30 oğlumuzdan işkisi şu Navruzbay rayonluk birimizde oturdu. 3. adamda sormasak oldu değil mi? Oldu. İyi dostuma. Mübarek olsun. Zariya Ostok. Yanlışlıkla Alatau. Tastak Meldiren kapılmaydı rayonla. Endi Xudayim bursa növbetki meşreplerimiz teyip kala. Boldu açılmalı. Kine, kelin. Meşrep mübarek olsun. Navruzbay Batır mübarek olsun. Meşrepinglarga. Xudayim bursa sizlarning rayonlarni meşreplarni o'ynaymiz Xudayim bursa. Hammanglarga kelganinglarga rahmat. Shu. Kam quruq bo'lib qolsa xafa bo'linglar. Navruzbay ijod angildinglarmi? Meşrepinglar tutgangacha uninglar yo'qqa ketdi sizlarning. Xo'sh, meşrep ağacıda qani o'tkazinglar. Oңай emas, meşrep emek. Mübarek olsun, çavaşıp koymamız lazım bunlar meşrep eklim. Mana maçta meşrepimizni talışıp turaylı işte, köpütsün. Qani meşrep ağacılar. Assalamu alaikum. Otsoğul begim başlık. Bizge işe çıkıp, kelesi meşrepni bedinglar. Allah buyursa her biringlarni chaqirib O'zinglar bo'lishga tayyormiz. Xabar qilamiz bu o'rinni, soatni keyinroq xabar qilamiz. Rahmat hammalarga. Mushtaq raqamni kelishtirishinglarni so'raymiz. Rahmat. Mushshuluqlasizlar. Rahmat. Söz. İki ağız. Oldu mu? Oldu yaxshi. Hürmetli Otsoğul begim başlık. Ruxsat olsa 30 oğluna amanatını berip Gültayaqlarni topshirib.
Mana yaxshiroq saqlaysizlarmi? Mana bu. Ha, mana. Buni chaqashtirolmadi. Ha, beg'inam uyda o'ynaydigan narsa. Xo'sh, hurmatli ustoz, mashrabimiz oyoqlashib qoldi. Hozir mashrabning oyog'ida. Barakatuh, assalomu alaykum mashrab ahli. Mana qaranglar qanday bir mushaq dasturxonda bizning qora ko'z bolalarimiz mana bugun o'zining hunarlarini ko'rsatyapti. Bu bo'lsa bizning Uyg'ur jamoatimizning shundaq yoshlarimizga mana har qachon o'mlik birlik ittifoqning belgisi deb bilamiz. Hammanglarga chin dilimizdan sizlarga cho'ng tan salomatlik, ittifoq birlik, dasturxonlarimizga berekatlik, osmonimiz ochiq bo'lsin. Hammamizning mashaq daqamda mashaq shug'ullarda bo'lib, bir-birimizga yar yo'lak bo'lish Xudoyim nasib qilsin, osmonimiz ochiq bo'lsin. Endi mashrabimiz oyoqlashayotgan bo'lsa, ruxsat qilsanglar, dasturxonga duo qilsak. Amin. Elhamdülillahillazi etemena ve sakana ve cennel muslimin. Ey uluk Allah'ımız destan bereket ve geyiz. Hoş gelgen cemaatimizin hemimizin zortan salametli, aileyi bəxt ve geysiz, hatırcemlik ve geyiz. Milletimizin ittifak birliğini her kaçan maçlar hoşallık destekaladı görüştayın nisbetun. Allahümme Rabbina atina fidüne haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar berahmetik ya erhamallah. Rahmet gelin. Yana boşu.